33-trek. 36-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Xalifa qiz sozini va ovozini o'zining yonida o'tirib tinglayman debdi. Ey Amir al-Mu'min, debdi Ja'far. Agar seni ular yoniga kirsang, ularni tashvishga solasan. Shayx Ibrohim esa qo'rquvdan halok bo'ladi. Kirib, ishning haqiqatini bilish uchun biron chora top. Yuring bo'lmasa, debdi Ja'far. Har ikkovlari Dajla bo'yiga borishibdi. Qarasalar, daryo bo'yida bir ovchi baliq tutayotgan emish. Ilgari xalifa Shayx Ibrohimni chaqirib, deraza ostida shovqinlashayotganlar kimlar deb so'raganda, u baliq tutayotganlar deb javob bergan ekan. Xalifa Shayx Ibrohimga ularni jo'natib yubor degan ekan. Shundan so'ng ular bu yerga kelmaydigan bo'lib ketgan ekanlar. Shu kech Karim degan bir baliqchi o'tayotib qarasa, bog'ning eshigi ochiq emish. U o'zicha hozir payt ekan, vaqtdan foydalanib ov qilib qolay deb to'rni daryoga solgan ekan. Hali to'rni bir marta ham ko'tarmay turib oyoq tovushini eshitib qolibdi. Qarasa, tepasida xalifa turganmish. Xalifa uni tanir ekan. "Ha, Karim," debdi. Karim hushini yo'qotibdi. "Xudo haqqi," debdi u xalifaga iltijo bilan. "Men bu ishni sizning farmoyishingizga bo'ysunmaslik maqsadida qilganim yo'q, balki faqirligim natijasida majbur bo'ldim." "Qani mening baxtimga to'r tashla," debdi xalifa. Baliqchi shodlanib to'r tashlabdi. Biroz turgach, to'rni tortibdi. Qarasa, juda ko'p har xil baliqlar tushibdi. Xalifa ham juda xursand bo'libdi. "Ey Karim," debdi xalifa, "menga to'ningni yechib ber." Karim to'nini yechibdi. Uning choponi 100 yamoq va juda kir, g'oyat qo'pol, og'ir ham ekan. Karim boshidagi sallasini olibdi. Sallasining o'ralganiga 3 yil bo'lib, bu vaqt ichida har yerda uchragan lattalarni sallasiga chulg'ay bergan ekan. Xalifa egnidagi 2 to'nini baliqchiga yechib beribdi. To'nlarning biri Iskandariy, ikkinchisi Balabbaki ekan. "Bularni kiyib ol," debdi xalifa. Xalifaning o'zi esa baliqchining sallasini o'rab, to'nini kiyibdi. Yuzining bir qismini ro'mol bilan berkitibdi. "Yo'lingga ketaver," debdi xalifa. Baliqchi xalifaning oyog'ini o'pdi, unga tashakkur izhor qilib shu baytlarni o'qibdi. "Mening hayotimni aylading ta'min, meni xursand qilding o'lgunimcha to. Buning evazi shu, sen bo'lgin amin, go'rda yotganda ham so'zlayman hatto." She'rini tugatgani ham yo'q ekanki, xalifaning badanida bitlar o'rmalay boshlabdi. U bo'ynidan goh o'ng qo'li, goh chap qo'li bilan bitlarni olib tashlay boshlabdi. Xalifa kulib, "O'lmabsan, haqiqatda bu kiyim to'la bit ekan," debdi. "Ey muhtaram xalifa," debdi Karim, "hozir o'rganilmagan, shuning uchun bezovtalanayotirsiz. Bir haftadan so'ng sezmay ham qolasiz, bular to'g'risida eslamaysiz ham." "Demak, men bu tunni doim kiyar ekanman-da," debdi xalifa kulib. "Bir narsa aytmoqchiman," debdi baliqchi iljayib. "Nima demoqsan, ayt," debdi xalifa. "Foydali bir hunar o'rganib qo'yish uchun baliq ovlashni xohlagan bo'lsangiz, sizga shu to'n juda mos tushdi." Xalifa ovchining gapiga kulibdi. So'ng ovchi o'z yo'liga ketibdi. Xalifa baliqli to'rvani olibdi-da, Ja'far yoniga kelib to'xtabdi. Ja'far uni Karim baliqchi deb o'ylab undan qo'rqibdi. "Karim?" debdi Ja'far baqirib. "Bu yerda nima qilib yuribsan? Tezroq ket." "Xalifa bu kech shu yerda, bog'da. Agar ko'rib qolsa boshing ketadi." Ja'farning so'zini eshitib, xalifa kulibdi. Ja'far kulgan kishi xalifa ekanini sezibdi. "Muhtaram xalifamiz ekansiz-ku," debdi Ja'far. "Ha, debdi xalifa.
Sen vazirim bo'la turib meni tanimading-ku, Shayx Ibrohim qanday tanisin? Buning ustiga u hushyor ham emas, mast. Sen shu yerda tur, men hozir kelaman. Shunday qilib xalifa saroy tomonga yo'l olibdi. Saroy eshigiga boribdi. Sekingina eshikni qoqibdi. Nuriddin Shayx Ibrohimga eshikni birov taqillayotir, debdi. Kim u? Debdi Shayx Ibrohim. Men, Shayx Ibrohim, debdi xalifa. Men karim baliqchiman, debdi xalifa. Mehmonlar bor ekanini eshitib, biroz baliq keltirdim. Yaxshi baliq. Baliqni eshitib Nuriddin ham uning kanizagi ham xursand bo'lishibdi. Ular baliqni yaxshi ko'rar ekanlar. Ey Shayx Ibrohim, deyishibdi ular. Eshikni och, u kishi baliqni keltirsin. Shayx Ibrohim eshikni ochibdi. Xalifa baliqchi qiyofasida ichkari kirib, Shayx Ibrohimga salom beribdi. Shayx Ibrohim: "Va alaykum assalom, ey o'g'ri qimorboz", deb javob qaytaribdi. "Kel, bizga keltirgan balig'ing qani?" debdi u xalifaga. Xalifa ularga baliqni ko'rsatibdi. Qarasa, baliqlar tirik tipirchilayotgan emish. Kanizak xitob qilib: "Ey hurmatli", debdi baliqchiga. "Bu baliq shubhasiz yaxshi. Buning uchun sizga tashakkur, lekin qovurilgan bo'lganda yana ham soz bo'lardi." "Juda to'g'ri", debdi Shayx Ibrohim. So'ng u xalifaga: "Nega buni qovurmay keltirding? Bor qovurib kel", debdi. "Hozir men sizlarga qovurib keltiraman", debdi xalifa. Ular "Tezroq bo'l", debdilar. Xalifa yugurgancha chiqib ketibdi. Tashqari chiqqach, Ja'farni chaqiribdi. Ja'far xizmat deb yugurib kelibdi. Ular "Menga baliqni qovurib kelishni buyurdilar", debdi xalifa. "Menga bering, qovurib beray", debdi Ja'far. Xalifa: "Ota-bobolarim hurmati, buni o'z qo'lim bilan qovuraman", debdi-da bog'bonning hujrasiga kiribdi. U yerda six, manqaldon, tova va boshqa anjomlar hozir bo'lib, tuz va za'farlargacha bor ekan. Shoh tovani manqaldon ustiga qo'yibdi. Yaxshilab qovurgach tuz sepibdi. Tayyor bo'lgandan keyin baliqni otquloq bargi ustiga qo'yib, yonidagi bog'chadagi limon va dorivorlardan qo'shibdi. Taomni olib kirib, mehmonlarning oldiga qo'yibdi. Nuriddin, Kanizak va Shayx Ibrohim yaqin o'tirib yeya boshlabdilar. Yeb bo'lgach, qo'llarini yuvibdilar. Nuriddin baliqchiga minnatdorlik bildiribdi. "Bu kishi bizga", debdi u, "juda katta marhamat ko'rsatdilar." So'ng qo'lini cho'ntagiga tiqib, baliqchiga 3 dinor chiqarib beribdi. "Ey baliqchi", debdi u, "meni kechiring. Agar avvalgi ahvolim bo'lganda, sizni albatta faqirlik azobidan qutqazgan bo'lardim. Hozirgi holimga yarasha bu arzimas pul uchun ranjimang." Xalifa pulni olib minnatdorlik bildiribdi. Xalifaning maqsadi Kanizakning ashulasini eshitish ekan. U Nuriddinga: "Karamingiz uchun tashakkur aytaman, lekin men sizning chegarasiz marhamatingiz soyasida bu qizning ashulasini o'tinar edim", deb iltijo qilibdi. "Ey Anisul Jalis", debdi Nuriddin, "baliqchi ashulangni eshitmoq istaydi. Shu kishining shodligi uchun bizga biror narsa aytib ber." Kanizak o'sha ondayoq sozni qo'liga olib, torlarini sozlabdi. So'ng sozga jo'r qilib, quyidagi ashulani aytibdi. "Soz ustida yo'rg'alasa oppoq nozik barmog'ing, ingichka tor nola chekar mening qalbim singari. Noz ustida ko'z suzilib o'ynasa qosh qovog'ing, yana jonni hovushlayman, shunday edim ilgari. Har pardani bosganingda mizrobi boshqa nim pardalar kinoyasi olib qochdi xayolim. Tebranaman ko'zim yerda ilojsizdir to'qnashga, ko'zlaringga ko'zim tushsa nima kechar so'ng holim. Qo'shig'ingni tinglab qo'yib toza qoldim baloga, shundan beri nasihatim kirmay qo'ydi quloqqa.
ko'nglimga ko'p o'gut qildim, uchdi bari havoga, qo'shig'ingni yana qaytar shu ikkala mushtoqqa. So'ng yana ham dilni moyil etadigan yoqa pora kuyini chalibdi. Aqllarni o'g'irlab, kishilarni bismil qilibdi. Sozga qo'shib shu baytlarni o'qibdi. Shahringizga kelgan kunim qiziq xabar eshitdim. Shahrimizning kechalari oysiz yorug' shu'lagar. Bu xabaring ma'nosiga seni ko'rgach so'ng yetdim. Bunday bo'lmas, bu shaharda o'zing bo'lmasang agar. Kunduz uxlab kech sayr etding xiyobonlar bog'larni. Tal'atingdan bog' yorildi, yorug' bo'ldi shahar ham. Tunning yuzi qora edi, yuvding qora dog'larni. Bu shahardan tun yo'qoldi, unga bo'lib sen mahram. Xalifa hayratga g'arq bo'lib, hayajonga tushibdi. Kamoli shavqdan u to'xtovsiz Xudo haqqi yaxshi, Xudo haqqi yaxshi deb olqishlarmish. Ey baliqchi, kanizak sizga yoqdimi? Deb so'rabdi Nuriddin. Xudo haqqi yoqdi debdi xalifa. Nuriddin, bu mening sizga qaytarib olinmaydigan sovg'am bo'lsin debdi-da, o'rnidan turib baliqchiga qizni olib ketishni buyuribdi. Anisul Jalis Nuriddinga, ey muhtaram, xayrlashmasdan ketasanmi? Agar bu majburiy esa to'xta. Men sen bilan xayrlashaman, ahvolimni arz etaman deb shu she'rni o'qibdi. O'tmish ishqiy afsonalar meni ezar har doim, o'shalar ham mendek odam, mendek oshiq darbadar. Ayting, o'sha afsonalar to'qiganlar o'zi kim? Oshiqlarga tuhmatona mubolag'a bu qadar. Ko'z yoshidan daryo yasab oqqan oshiq kim ekan? Oqib bo'lsa ko'z yosh bilan oqmasmidim men o'zim? Ko'z yoshini marjon qilib taqqan ma'shuq kim ekan? Ko'zi yosh qayda? Bir bor kulib boqmas edi gul yuzim. Ey shahzodam, ulug' hurmatlarga molik zot, sen meni deb qo'ldan berding taxtga vorisligingni. Men yoningda yo'qman, ammo senga tilab baxt hayot, ko'zlarimga surtadirman bosib o'tgan yeringni. Tortiq qilding bir kishiga meni, mayli men rozi. Umidim bor, u buyuk zot g'arib boshim silar deb. Muhabbatli qalbim bilan senga qilib tavozi, uzoq yerdan arz qilaman, unda turib bilar deb. Nuriddin kanizakka shu baytlar bilan javob qaytaribdi. Judo bo'lish kuni yor men bilan vidolashdi. Dedi, firoqim ila ne kechar sening hovling. Dedim, bu jonu ko'ngil birga ahd bog'lashdi. Borib qo'riqlash uchun lab va yuzdagi hovling. Xalifa qizning baytlari orasida sen meni mo'tabar kishiga berding degan misrasini eshitib, bularni bir-biridan ajratish g'oyat og'ir ekanini sezibdi. So'ng u yigitga, kanizak hozir o'z bayti orasida uni deb sening shoh bilan dushmanlashganingni eslatdi. Menga aytchi, kim bilan dushmanlashding? Kim sening orqangdan izlaydi? Xudo haqqi ey baliqchi, debdi Nuriddin. Bizlarning boshimizga g'oyat taajjub voqealar tushgan. Bu sarguzashtlar ko'zning oqiga igna bilan yozsa arzigulikdir. Shu sarguzashtni aytib bizni u holdan xabardor qil. Zora biror yengillik yoki maslahat chiqib qolsa, axir shunday hodisalar ko'p bo'ladi-ku, debdi xalifa. Tizmada aytib beraymi yoki sochmada? Deb so'rabdi Nuriddin undan. Sochilgan nutq so'zdir, tizilgan nutq durdir,
degan javobni beribdi xalifa. Nuriddin boshini quyi solib, bayt bilan tubandagicha hikoya qilibdi. Aziz do'stim, yaqin kel, tingla zorim, xazon birla alishmish navbahorim. Otamning suyukli farzandi edim yolg'iz o'g'il dilbandi erdim. Olib bergan edi menga kaniz qiz, malohat bobida dunyoda yolg'iz. Menga u eng vafoli yor bo'ldi, qoshimda har kecha bedor bo'ldi. Vafot etdi otam, tushdi judolik, uning mol mulkiga bo'lganda molik. Duchor bo'ldim talay shum havdisotga, zahar qo'shdi falak ay shu nashotga. Butun meros menga bo'ldi baqosiz, javohirlar ki bor erdi bahosiz. Ketib u keldi menga baxtsizlik, keyin qizga tikildi baxtsizlik. Yetaklab sevganim bozorga eltdim, gunohsiz yorni go'yo dorga eltdim. Mening hovlimni tasviriga til yo'q, yurib bormoqdaman hushu aqli yo'q. Yetaklab yorni men bozorga kirdim, demay bozorga qorong'u g'orga kirdim. Ko'zim ochdim qator jazman xaridor, na so'rsam naqd to'lab olmoqqa tayyor. Kelib dallol yaqin tutdi qo'limdan, mening uchun bo'ldi bu ortiq o'limdan. Kelib dallol yaqin dedi asta, meni ur hayda ey ko'ngli shikasta. Solib dallolning ko'ksiga bir musht, yetaklab yorni men aytarda po'sht olib qaytdim uni uyga shu oni. Yetib keldi saroy darvozaboni. Mening do'stim edi u kelmish ildam, qadrdonlik qilib hovlimga yeb g'am. Dedi, tez qochmasang bundan agarda, hayoting o'tkusi xavfu xatarda. Vazir istar seni tutmoqqa tez ket, quyosh chiqmay o'zing xilvatga berkit. Ikov tun kechida bo'ldik ravona, bo'lib tor biz uchun keng oshiyona. Yurib Bag'dod yetdik ochu horg'in, tunashga istadik qushlar kabi in. Kechirdik umr musofir yurtda kunlar, chiqib oqdan o'tu g'amdan tutunlar. O'tib kunlar kaniz bemor bo'ldi, ulug' Bag'dod mening uchun tor bo'ldi. Aziz do'stim, senga shu dildan arzim, degin rostin menga bo'lsa qarzim. Shu qarzimga uni olmayli qutqaz, umrni u bilan sen birga o'tkaz. Bisotimda faqat shu sevgili yor, sog'aydi ochlikdan erdi bemor. Bu taqdir men uchun bo'lganda nokas, jahonda davru davron surganim bas. Nuriddin baytlarni bitirgach, xalifa unga, ey muhtaram Nuriddin, menga o'z tarixingni boshdan oyoq ayt debdi. Nuriddin o'z tarixini batafsil gapirib beribdi. Xalifa voqeaga tushunibdi. Hozir qayoqqa otlanayotirsan deb so'rabdi xalifa. Xudoning yeri keng ekan, bosh oqqan tomonga, degan javobni beribdi Nuriddin. Bo'lmasa, debdi xalifa, men bir maktub bitib beraman. Sen shuni Sulton Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniyga berasan. U xatni o'qib ko'rgandan keyin senga hech qanday zarar ham yetkazmaydi, ranjitmaydi ham. Qissa shu yerga yetganda 34-trek. 37-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Nuriddin, baliqchining shohga maktub yozishi eshitilmagan bir gapdir debdi. Gaping to'g'ri, debdi xalifa. Lekin men buning sababini aytay. Biz u bilan maktabda birga o'qidik. Men unga yordam berar edim. Bora u sultonlik martabasiga erishdi. Men baliqchilik hunarini egalladim.
nima xususda xat yozsam, u albatta bajo keltiradi. Agar har kuniga 1000 ta xat yozsam ham, u bosh tortmaydi. Qani ko'rurmiz, yozing bo'lmasa, debdi Nuriddin. Xalifa qo'liga qalam olibdi. Bismillohdan so'ng quyidagilarni bayon qilibdi. Xalifa Harun ar-Rashid ibn Mahdiydan: marhamatim soyasida shaharlarimdan birida menga noiblik darajasiga yetgan janobi Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniyga. Bu maktub vazir ibn Xoqon o'g'li Nuriddin orqali senga yetadi. Maktub yetgan hamon sen o'zingni xizmatdan azl qilib, o'rninga Nuriddinni tayinla. Farmonga qarshilik qilma. Vassalom. Xalifa xatni Nuriddinga topshiribdi. Nuriddin xatni qo'lga olib o'pibdi-da, sallasiga sanchib, o'sha ondayoq yo'lga tushibdi. Shayx Ibrohim baliqchi libosidagi xalifaga tikilibdi. "Ey baliqchilarning tubani", debdi u. "Sen 20 pul turmaydigan bir juft baliq keltirib 3 dinar olding. Uning ustiga qizni ham olmoqchi bo'lasan?" Xalifa bu so'zni eshitib unga baqiribdi. Masrurni imlab o'zini tanitibdi. Shayx Ibrohimga la'nat o'qibdi. Ja'far xalifaning kiyimlarini keltirish uchun kishi yuborgan ekan. U odam kiyimlarini keltirib xalifa qarshisida yer o'pdi. Xalifa ustidagini yechib, o'z kiyimlarini kiyibdi. Shayx Ibrohim o'tirgan yerda don qotibdi. Xalifa uning holiga nazar tashlabdi. Shayxning rangi o'chibdi, aqldan ozibdi. Barmoqlarini chaynay boshlabdi. "Tushimmi, o'ngimmi?" dermish o'zicha. "Senga nima bo'ldi, ey Shayx Ibrohim?" debdi xalifa. Shayx Ibrohim hushyorlanibdi. O'zini yerga otib, shu baytni o'qibdi. "Vazifadir qullar uchun affu so'rash, uzr aytish, boshni egish xo'jasiga bu tuzumning qonuni, oyoq toydi bora turib, toshga tegib sindi tish, gunohimni keching xo'jam, sindirmadim men uni." Xalifa uni kechirib, qizni saroyga eltishni buyuribdi. U Anisul Jalisga saroydan alohida uy va maxsus xizmatchilar belgilabdi. "Sening xo'jangni", debdi xalifa, "o'z shahri Basraga sulton qilib yubordim. Tezda unga shohona sarupo yuboraman. Seni ham u yerga jo'nataman." Nuriddin o'sha yerdan chiqqancha yo'l yursa ham mo'l yurib, Basra shahriga yetibdi. Sulton saroyiga kiribdi. Baland ovoz bilan chaqirgan ekan, sulton eshitib, o'z huzuriga kirishga undabdi. Nuriddin shoh yoniga kirib, qarshisida yer o'pdi. So'ng sallasidan xatni chiqarib, shohga tutibdi. Shoh xatning bosh qismini ko'rishi bilanoq maktubning xalifa Harun ar-Rashiddan ekanini anglabdi. Shoshilib oyoqqa turibdi. Maktubni 3 qatla o'pibdi. O'qib chiqqach, o'zicha Xudo va amirning farmoniga itoat etmoq ham qarz ham farz debdi-da, o'sha ondayoq 4 qozi va amirlarni chaqirtiribdi. Ular oldida o'zining vazifadan ozod etilganini e'lon qilmoqchi bo'libdi. Shu orada birdan vazir Al-Muyin ibn Sovi kirib kelibdi. Shoh maktubni vazirga uzatibdi. Vazir maktubni o'qib chiqibdi-da, pora qilib uloqtiribdi. "Xayf senga", debdi shoh g'azab bilan baqirib. "Bu jinoyatga yuz tutmoqqa nima majbur qildi?" "Xudo haqqi", debdi vazir. "Bu dor ostidan qochgan makkor na xalifani na vazirni ko'rgan. Qayerdandir xalifa muhri bilan tasdiqlangan bir qog'ozni qo'lga tushirganda, o'z muddaosiga yetish maqsadida ushbu maktubni yozib keltirgan. Xalifa uni janobi oliyning vazifalariga tayin etmagan. Zeroki uning bu vazifaga loyiq ilmi donishi yo'qligi xalifaga ham ayondir. Shunisi ham borki",
debdi vazir davom etib. Agar xalifa shu ishni ixtiyor qilgan bo'lganda, albatta biror vazir, hech bo'lmasa ayollardan biror kishini qo'shib yuborgan bo'lar edi. Nima qilish kerak? Debdi shoh. Bu yigitni men bilan xalifa huzuriga jo'nat. Uni xalifa yoniga olib boray. Agar gapi rost bo'lsa, ishonchli farmon keltirar. Agar yolg'on bo'lsa, menga alam o'tkazgan bu iflosning jazosini berurman. Shoh vazirning bu so'zini eshitib, qullarni chaqiribdi. Vazir Nuriddinni o'z uyiga olib boribdi. Qullariga buyurib, uni hushdan ozguncha o'rdiribdi. Oyoqlariga og'ir kishanlar soldirib, zindonga olib borishga buyuribdi. Ketma-ket o'zi ham zindonga tushib, zindon boshlig'ini chaqirtiribdi. Zindonbon vazir huzurida yer o'pdi. Uning ismi Qatit ekan. "Ey Qatit", debdi vazir unga amirona. "Buni eng chuqur va eng mudhish bir zindonga joyla. Kecha kunduz eng og'ir azob bilan qiyna." "Bosh ustiga", debdi zindon boshlig'i. So'ng u Nuriddinni zindonga olib kirib eshikni berkitibdi. Zindonbon Nuriddinga eshik orqasidagi o'rindiqni tozalab, uning ustiga sholcha solishga buyuribdi. Nuriddinning kishanlarini yechib, uni haligi o'rindiqqa o'tirishga buyuribdi. Unga yaxshi qarabdi. Vazir har kuni zindonga kishi yuborib, uni azoblash lozimligini ta'kidlab turibdi. Lekin zindonbon hamon o'z bilganini qilaveribdi. Nuriddinni avaylab saqlabdi. Shu yo'sinda 40 kun o'tibdi. 41-kuni xalifadan saropo in'om yetib kelibdi. Shoh xursand bo'lib, bu xususda vazir bilan suhbatlashar ekan, kimdir birov "Balki saropo yangi sulton uchundir", debdi. "Yaxshisi uning kallasini olish kerak", debdi vazir. "Rahmat", deb so'z boshlabdi shoh. "Sen uni menga yaxshi eslatding. Bor endi, uni zindondan keltirib kallasini ol." "Bosh ustiga", debdi vazir sevinch bilan. "Mening bir istagim bor edi", debdi u qo'shimcha qilib. "O'ldirish haqida shaharda jar chaqirilsa, ko'nglim ko'tarilib, dushmanimdan ko'ngildagidek intiqom olgan bo'lar edim." "Bilganingni qil", debdi shoh. Vazir shodlanib yo'lga tushibdi. Hokim mahkamasiga kelibdi. Unga Nuriddin ibn Xoqonning shahar saroyi darvozasida osilishini tomosha qilmoqchi bo'lganlar saroyga borsinlar deb jar chaqirtirishni buyuribdi. Jarchi xabarini eshitgan katta kichik er-u xotinni yig'latdilar. Eshitgan har bir kishi saroyga chopibdi. Ba'zilar Nuriddin bilan birga kelish uchun zindon tomonga borishibdi. Vazir 10 ta qul bilan zindonga tushibdi. "Uni nima qilmoqchisiz?" debdi zindon boshlig'i Qatit. "U mal'unni olib chiq", debdi vazir. "Men uni nihoyat darajada savalaganim tufayli u juda yomon ahvolda", debdi zindonbon. So'ng u Nuriddinning yoniga kiribdi. Shunda Nuriddin ushbu baytlarni o'qibdi. "Do'stlarim bo'lmas ko'makdoshim, ishim dushvordir. Kimga bosh egsam, nasibam doimo ozordir. Ey jahon ahli, muruvvat etgali men xastaga, shu orangizda muruvvat peshadan kim bordir? Ayriliq dashtida kezmoqdan tugaldi toqatim, beayov hijron azobidan tanim bemordir. Na shirin she'r, na go'zal yor, na chamandan bor umid, orzu istak havaslar barchasi bekordir. Kimsa zor ko'nglim uchun so'zlar visolu yordan, eslatar jonimni qiynar o'ch olar ag'yordir. Ey Xudo, rahim ayla jonimga, rasuling hurmati, ol mening jonimni, tan ham borgali tayyordir." Nuriddin baytlarni o'qib bo'lgan zamon zindonbon uning egnidagi harir kiyimlarini yechib, kir, iflos ikkita ko'ylak kiygizibdi-da, vazir oldiga olib chiqibdi. Nuriddin qarasa, ro'parasida uni o'ldirishga qasd qilgan dushmani vazir Al-Muyin ibn Sovi turganmish. Uni ko'rishi bilan ko'zlari jiq yoshga to'lib,
sen dahrdan omon tilaysanmi, shoir she'rini eshitganmisan debdi. Bu jahon bog'ida ko'plari davru davron surdilar, kiydilar toj saltanatning taxtiga o'ltirdilar, ketdilar domu daraksiz, taxtu toj qoldi yana, boshqalar bu saltanatda ayshu ishrat qurdilar. Meni bunday so'zlar bilan qo'rqitmay qo'ya qol, debdi vazir. Bugun sen butun Basra shahri xalqining oldida dorga osilasan. Hech narsani o'ylamayman. So'ng taqdirda nima bo'lsa shuni ko'raman. Men sening po'pisanga qarab o'tirmayman. Shoirning bir baytigagina e'tibor qilaman. Dushmaning o'lgan kuni do'sting uchun 1000 kun bo'lur. Do'stidan ayrilsa har kim unga kunduz tun bo'lur. Shu sababdan do'st bilan o'tgan kuningni yil bilib, yaxshi o'tkazsang umrni, do'st ham mamnun bo'lur. So'ng vazir qullariga Nuriddinni hashirga ortishni buyuribdi. Qullar bu ishni qilgilari kelmabdi. Ular ishorat bilan Nuriddinga ruxsat et, agar jonimizni olsa ham bu noinsofni tosh bilan urib halok qilaylik deb anglatishibdi. Bu ishni zinhor ixtiyor qilmanglar, debdi Nuriddin. Shoir she'rini eshitmaganmisizlar? Kunim bor meni barhayotman hali, hayot daftarini she'r bilan to'lg'azay, yonib o'chguncha she'riyat manqali, uning shu'lasida qalam yurgizay, o'zimga qurib she'riyat haykali, keyin men yozishdan qo'limni uzay. Nuriddinni Basra ko'chalaridan saroy darvozasiga eltguncha jarchi, xalifadan sultonga soxta xat keltiruvchining jazosi shudir deb qichqirib boribdi. Nihoyat ular qasr panjarasining tagiga yetib boribdilar. Jallod uning yoniga kelib, "Ey hurmatli", debdi. "Men bu ishda ixtiyorsiz qulman. Agar biror hojating bo'lsa ayt, men uni bajaray, chunki hayoting juda oz qoldi. Sulton kelishi bilan osilajaksan." Nuriddin har tomonga ko'z solibdi. Tevarak atrofga nazar tashlab chiqqach, orqaga qarab shu baytlarni o'qibdi. Tutib jallod qilish boshimda turgay, tomoshabinlarim tez yuzni burgay, mening o'lmoqligim xalqqa tomosha, kelurlar to'da shosha shosha. Demas hech kim nadir oshi gunohi, bo'lolmas hech kishi oshiq panohi. Keling, kim bor menga suv ichkizuvchi, gunohim yo'qligini fahmlab sezuvchi. Jasorat aylamas hech kim bu ishga, qilich tushguncha to xursand qilishga. Na bulg'ay bevafo sen suv uzatsang, qilichning dahshatini so'ngra kuzatsang. Odamlar uning holiga yig'lab yuboribdilar. Jallod o'rnidan turib Nuriddinga bir piyola suv olib bergan ekan, vazir suvli piyolani urib sindiribdi. Jallodga uning bo'ynini uzishni buyuribdi. Jallod Nuriddinning ko'zlarini bog'labdi. To'plangan odamlar vazirga baqira boshlabdilar. Har xil shov-shuv ko'tarilibdi. Shu orada birdan uzoqdan chang to'zon to'zg'ibdi. Sulton saroyida o'tirar ekan, yer u ko'kni qoplagan bu to'zonni ko'rib hayron bo'libdi. U vazirni chaqirtiribdi. Darhol ahvolni bilishga buyuribdi. Vazir e'tiroz bildirib, "Oldin buning bo'ynini uzaylik", debdi. "Shoshilma, oldin buni bil", debdi shoh g'azab bilan. Qarasalar, u to'zon xalifaning vaziri Ja'far Barmaki bilan uning yonida kelayotgan posbon otlarining tuyog'idan ko'tarilgan chang ekan. Nuriddin jo'nagandan so'ng 30 kun o'tguncha u xalifaning ham xayoliga kelmabdi. Boshqalari ham u haqda eslamabdilar. Bir kecha xalifa Anisul Jalis uyga kirish uchun eshik oldiga kelgan ekan, u yig'lab shu baytni o'qiyotgan emish. "Men sen bilan yashagayman, xoh hozir bo'l, xoh g'oyib. Keyin bildim ishq fanini, bo'lar ekan ajoyib.
o'yimda ham kuyimda ham har doimo sen birga, o'ltirgandek tuyulasan, ketsang ham biror yerga. Uning yig'isi borgan sari kuchayibdi. Bir payt xalifa eshikni ochib, ichkari kiribdi. Yig'lab o'tirgan Anisul Jalis xalifani ko'rgach esankirab qolibdi. Xalifaning oyog'ini o'pib, shu baytlarni o'qibdi. Hayot nash'asi, nozu ne'mati, yashashning ma'nosi, fazli hikmati, buzding o'z ahdingni, solding qovog'ing, mevasi pishmasdan kuz bo'ldi bog'ing. Yopildi yuzimga bevaqt darvozang, qani xotamliging, dong'ing ovozang. Ko'p kezdim, topmadim baxtdan nishona, sezdim men u xayol, u bir afsona. Sen kim bo'lasan? deb so'rabdi xalifa. Men, debdi Anisul Jalis, Nuriddin ibn Xoqonning senga qilgan sovg'asidirman. Unga meni qimmatli saropolar bilan birga yuborishni va'da qilgan eding. Vaqt yetgan bo'lsa yuborishingni o'tinaman, chunki men bu yerda 30 kundan beri uxlamayman. Xalifa Ja'farni chaqirtirib, unga shunday debdi: 30 kundan beri Nuriddin ibn Xoqon haqida xabar eshitmayman. Sulton uni o'ldirgan bo'lsa ham ehtimol. Lekin men qasam bilan aytamanki, bunga sabab bo'lgan kishi har qancha qimmatli bo'lsa ham boshini olaman. Sen hozir yo'lga tush. Shoh Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniydan Nuriddin haqida xabar keltir. Agar yo'l talab qilgan vaqtdan biroz kechikar ekansan, mendan xafa bo'lma. Nuriddinning ishi to'g'risida u orqali sultonga yozib yuborgan maktubim haqida xabardormisan? deb davom etdi xalifa. Men uni sulton Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniy o'rniga shoh qilib tayinlaganman. Agar sulton Muhammad farmonni bajo keltirmagan bo'lsa, u bilan vaziri Al-Muyin ibn Soviyni huzurimga keltir. Yo'l talab qilgan vaqtdan ozgina ham kechikma. Ja'far bosh ustiga debdi-yu, o'sha ondayoq yo'lga hozirlanibdi. U Basraga borib yetibdi. Ja'far shu tomonga kelar ekan, saroy oldidagi to'polonni ko'rib hayron bo'libdi. Bu nima to'polon debdi u. Unga Nuriddin ibn Xoqon voqeasini so'zlabdilar. Ja'far shoshilgancha sulton huzuriga kirib, u bilan salomlashibdi. Ne sababdan kelganini sultonga bayon qilibdi. Agar, debdi vazir, Nuriddin biror falokatga yuz tutgan bo'lsa, xalifa unga sabab bo'lganlarning hammasini ham dorga osarmish. So'ng Ja'far Nuriddinni ozod qilib, shohni ham, vazirni ham zindonga tashlatibdi. Nuriddinni sulton Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniy o'rniga shoh etib tayinlabdi. Ja'far Barmaki Basrada 3 kun do'stlar ziyofatida qolibdi. 4-kun Nuriddin vazirga xalifani ko'rish orzusida ekanini bildiribdi. Ja'far Nuriddinni yoniga olib, Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniy va uning vaziri Al-Muyinni oldiga solib yo'lga tushibdi. Vazir qilgan ishiga pushaymon bo'libdi. Ular Bag'dodga yetibdilar. Xalifa huzuriga kiribdilar. Ja'far Nuriddinning boshidan o'tgan voqealarni, uni dor oldidan qutqazganlarini xalifaga so'zlab beribdi. Bu qilichni ol, debdi xalifa Nuriddinga. Shu bilan dushmaning bo'ynini uz. Nuriddin qilichni qo'liga olib, Al-Muyin ibn Soviy yoniga kelibdi. Vazir Nuriddinga tikilib, men o'z xohish va qudratim bilan ish qildim, sen ham o'z xohish va qudrating bilan ish qil, debdi. Nuriddin qo'lidagi qilichni uloqtiribdi-da, xalifaga qarab, qo'y sen uni, debdi. So'ng u Masrurni chaqirib, vazirning boshini tanasidan judo qilishni buyuribdi. Masrur o'rnidan turib, Al-Muyinning kallasini uzib tashlabdi. Qanday orzuying bor? deb so'rabdi xalifa Nuriddindan. Ey hurmatli, debdi Nuriddin. Basraga shoh bo'lish orzusida emasman. Menga o'z qoshingizdan bir xizmat bersangiz, sizni ko'rib turish bilangina shodlanaman. Juda yaxshi, debdi xalifa. Keyin u kanizakni chaqirtiribdi. Anisul Jalis kirib kelibdi.
Xalifa har ikkoviga ham in'omlar berib, Bag'dodning eng ko'rkam saroylaridan birini jihozlari bilan ularga hadya qilibdi. Nuriddinni o'zining eng yaqin ulfatlaridan hisoblab, o'ziga muvofiq xizmat beribdi. Nuriddin xalifa huzurida bir umr farog'atda yashab, oshini oshab yuraveribdi. Savdogar Ayub bilan uning o'g'li G'anim ibn Ayub. O'tgan zamonda bir savdogar bo'lib, mol dunyosi nihoyat darajada ko'p ekan. Uning to'lin oydek chiroyli G'anim ismli o'g'li bor ekan. U g'oyat yoqimli, shirin so'z ekan. G'animning husnda tanho bir singlisi bor ekan. U ko'rgan har bir kishini beixtiyor asir qilar ekan. Shuning uchun fitna deb atar ekanlar. Kunlarning birida ularning otalari vafot etibdi. Qissa shu yerga yetganda tong 35-trek. 38-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Savdogardan bolalariga ko'pgina boylik, 100 toy har turli ipak gazlamalar, qimmatbaho mushuklar va boshqa allaqancha mol-mulklar qolibdi. Bir muncha mollar safarga tayyorlanib, ularning ustiga Bag'dodga yuborilajak mollar deb yozib qo'yilgan ekan. Savdogar bularni tez kunlar ichida Bag'dodga jo'nash orzusida hozirlagan ekan. Afsuski, murodiga yeta olmay vafot etibdi. Bir necha kun o'tgach, G'anim onasi va qarindosh urug', el u yurti bilan xayrlashib, mollarni olibdi-da, tavakkal qilib Bag'dodga safar qilibdi. Bu davrda xalifa Harun ar-Rashid sultonlik qilar ekan. G'anim omon-eson Bag'dodga yetib boribdi. U bilan birga bir qancha savdogarlar ham boribdilar. G'anim ijaraga bir yaxshi hovli olibdi. Uyga qimmatbaho jihozlar solib bezatibdi. Mollarini joylab olgach, tinchlanib dam olibdi. Bag'dod savdogarlari va bag'dodlik katta-kichiklar kelishib, u bilan hol ahvol so'rashibdilar. So'ng u 10 bo'lak eng nafis kiyimlik o'ralgan bir tugunni olib bozorga boribdi. Savdogarlar uni izzat hurmat bilan qarshi olib, bozor oqsoqolining do'koniga o'tkazibdilar. Oqsoqol kiyimliklarni sotishga yordam qilibdi. Mollaridan baravar foyda qilgani uchun G'anim ortiq darajada quvonibdi. Shu yo'sinda u mollarini birin-ketin sota boshlabdi. U 1 yilni shunday o'tkazibdi. Bir kun G'anim odatdagicha bozorga borib qarasa, bozor eshigi qulflangan, odamlar yo'q emish. Hayron bo'lib, bu holning sababini surishtiribdi. Bir kimsa savdogarlardan birining o'lgani, hamma uning janozasiga ketganini, qolganlar ham endi borish taraddudida ekanini aytibdi. Hamkasblikka rioya qilib, uning ham borishi lozimligini uqtiribdi. G'animga bu taklif ma'qul tushibdi. G'anim undan janozaning qayerdaligini surishtirgan ekan, uncha uzoq emasligini aytibdi. G'anim odamlar bilan birga yo'lga tushibdi. Kishilar tobutni yelkalariga qo'yib masjidga eltkach, janoza o'qilibdi. Keyin shahar tashqarisidagi go'ristonga yetib boribdilar. O'lgan kishining tug'ishganlari hozirlangan qabr ustiga chodir tikib, sham yoqishgan, gullar qo'yib, o't tutatayotgan ekanlar. Murdani ko'mibdilar. Hamma odamlar tiz cho'kishibdi. G'anim ham odamlardan ajralib ketishini ep ko'rmagani tufayli ular bilan birga bo'lishga qaror beribdi. Kech bo'lgach, holvaytar tortilibdi. Odamlar ovqatlangach qo'llarini yuvib, yana o'rinlariga kelib o'tiribdilar. G'animning ko'ngli g'ash bo'libdi. U uyidan, mollaridan xavotir olib,
Men musofir kishi bo'lsam, uyimda mollarim ko'pligi hammaga ma'lum. Bu yerda qolsam, o'g'rilar bor yo'g'imni olib ketishlari mumkin deb tashvishlanibdi. Oxiri uzr aytib yo'lga tushibdi. Yarim kechada shahar darvozasiga yetib boribdi. Biroq darvoza qulflangan bo'lib, tevarak atrofda hech kim ko'rinmas emish. Kecha qop qorong'i, uzoq yaqinda itlarning bovullashi, bo'rilarning uvullashidan bo'lak tovush eshitilmasmish. G'animni yana xavf bosibdi. U oldin mol tashvishini qilgan bo'lsa, endi jon tashvishini torta boshlabdi. Noiloj orqasiga qaytibdi. Tunash uchun boshpana mo'ljallab yurgan ekan, 4 tarafi o'ralgan, darvozasi ochiq bir maqbaraga ko'zi tushibdi. Maqbara ichida jung daraxti ham bor ekan. Ichkari kirib uxlamoqchi bo'lgan ekan, nima uchundir ko'ziga uyqu kelmabdi. Xavfi tobora ortib o'rnidan qo'zg'alibdi. Chiqib ketish maqsadida eshik tomonga yuribdi. Shu payt shahar darvozasi yonida allaqanday bir alanga ko'rinibdi. Alanga to'g'ri maqbaraga kelayotgandek tuyulibdi. G'animning ko'ngliga g'ulg'ula tushib, darrov maqbara eshigini yopibdi. O'zi iztirob ichida daraxt ustiga chiqib, alangani kuzatibdi. Alanga sekin-asta maqbaraga yaqinlashib to'xtagandek bo'libdi. Qarasa, 3 ta qul kelayotgan emish. Ularning ikkitasi sandiq, uchinchisi qo'liga bolta ushlab, fonus tutib olgan emish. Ular maqbara eshigiga yaqinlashibdilar. Sandiq ko'targanlardan biri uning ismi Savob ekan. Ikkinchisiga nega kirmaysan debdi. Axir biz kechgacha shu yerda bo'lib, eshikni ataylab ochib ketgan edik-ku, debdi ikkinchisi. Qanday espast odamlarsiz? Axir bilmaysizlarmi, debdi chiroq ko'targan uchinchisi. Bag'doddan bog'dorlar bu yerga o'ynagani keladilar. Kech bo'lgach, siz bizga o'xshaganlar zarar bermasin, qovurib yemasin deb bu yerga kirib eshikni bekitib yotardilar. Uning ismi Buxit ekan. To'g'ri aytasan, aqlingga balli. Dar haqiqat oramizda sendan kam aqlli kishi yo'q, debdilar ular Buxitga. Maqbaraga kirib birovni qo'lga tushirmaguncha so'zimga ishonmasliklaring ham mumkin, debdi Buxit. Mening fikrimcha, birov bo'lsa ham alangani ko'rgach allaqachon daraxt ustiga chiqib bekingan bo'lsa kerak. Bu so'zlarni eshitgan G'anim o'zicha Buxitga la'nat o'qibdi. Bulardan qutulish xayoli bilan chulg'anibdi. Bo'lmasa, debdilar sandiq ko'targanlari Buxitga, sen devordan tushda eshikni och. Bizlar sandiq ko'tarib bo'yinlarimizni ko'tara olmay o'tirmiz. Bu xizmating uchun o'ljalardan birini o'z-o'zingga yaxshilab qovurib beramiz. Men bu gapni aqlim kamligidan gapirmagan bo'lmasam deb qo'rqaman, debdi Buxit davom etib. Kim biladi, balki bu yerga topgan o'ljalarini bo'lishib olgani o'g'rilar kirib olishgandir. Shuning uchun biz sandiqning o'zini devor orqasiga tashlasak qanday bo'lar ekan? Axir bu bizning boyligimiz-ku, sandiqning o'zini tashlasak sinadi, debdi ular. Bu yerga o'g'rilar kirib qolgan bo'lsa, o'ljamizdan ham ayrilmaylik deb qo'rqaman, debdi Buxit. Uning sheriklari, esing yo'q ekan-ku, bu yerga ular qanday qilib kiradilar, debdilar-da, sandiqni ko'tarishib, devordan oshib tushib, eshikni ochibdilar. Buxit ular yonida faunus ko'tarib turibdi. Uning bir qo'lida bolta bilan birga bir xalta ichida biroz ohak ham bor ekan. Eshikni qulflab dam olgani o'tiribdilar. Ulardan biri, qancha yo'l yurdik, yuk ko'tardik, yer qazidik, yashirdik, xullas juda charchadik. Hozir yarim kecha ekan. Endi yer kovlab sandiq ko'mishga majolimiz yetmaydi. 3 soat dam olib ishni davom ettiramiz. Bu vaqtda bizlar har birimiz o'z sarguzashtimizni, ahda qilinishimizning sababini boshdan oyoq so'zlab bersak ham vaqt tez o'tadi, ham dam olamiz, debdi.
Bo'lmasa, debdi faunus ko'targan bu hid. Men o'z voqeamni aytib beray. So'zla, debdi ular. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 39-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etibdi Shahrizod. Bu hid o'z voqeasini aytib bera boshlabdi. Ey birodarlar, debdi faunus ko'targan qul bu hid. Endi 5 yoshga kirgan chog'imda qulfurush meni shahrimizdan olib kelib bir harbiy kishiga sotdi. Uning 3 yoshlik bir qizi bor edi. Men u bilan birga o'ynab kulib tarbiyalanardim. Uni ovutish uchun o'yin tushib ashula aytardim. Uning ota-onalari meni harakatlarimdan zavqlanar edilar. Men 12 yoshga, qiz 10 yoshga to'lguncha birga o'sdik. Kunlardan bir kun men qizning yoniga kirdim. U bir uyda yolg'iz o'tirar edi. Lekin u har vaqtdagidan ko'ra o'zgacha tusga kirgan. Hozirgina hammomdan chiqqandek yuzlari qip-qizil, yoqimli mushk hidlari gurkirab anqirdi. Biz odatdagicha bir-birimiz bilan o'ynasha boshladik. Juda ham qizishib ketdik. Ikkovimiz ham ixtiyorsiz qolib, uning bokiraligiga xalal yetdi. Bu ishdan cho'chib, bir o'rtog'imnikiga qochib ketdim. Onasi qizning ahvolini sezib, hushdan ozibdi. Lekin u ehtiyotkorlik qilib, bu sirni qizning otasidan yashiribdi. 2 oyga qadar hech bir hol ro'y bermadi. Ular har vaqt meni uyga chaqirar, yaxshi muomala qilar edilar. Nihoyat meni turgan joyimdan tutib olib ketdilar. Meni yaxshi ko'rganlaridan shungacha ham bu sirni otasiga bildirmadilar. So'ng onasi qizini otasining sochini olib yuradigan bir sartaroshga uzatdi. Mahrlarini ham onasining o'zi tayinladi. To'y xarajatlarini ham o'z yonidan sarf qildi. Shungacha ham otasi voqeadan voqif bo'lmadi. Ular to'yga kerak anjomlarni hozirlash bilan mashg'ul bo'ldilar. Bir kuni meni tutib olib to'satdan bichdilar-da, qizga tavoshi qilib tayinladilar. Meni ham qiz bilan birga kuyovnikiga eltdilar. Qiz qayerga borsa, men ham u bilan birga borardim. Sirni hech kimga sezdirmadilar. Nikoh kechasi ham bir kaptar so'yib hiyla qildilar. Men uning yonida ko'pgina vaqt shu yo'sinda kun kechirdim. Uning ko'rkiga mag'rur edim. Ko'rib zavqlanar, yoshligimizdagi singari o'ynashib, kayflanar edim. Bir qancha vaqt o'tgach, birin-ketin qiz ham, onasi ham, otasi ham, eri ham dunyodan o'tdi. Men xo'jasiz baytulmol bo'lib qoldim. Izoh. Baytulmol. Egasiz olgan mol. Bu yerga keltirdilar. Sizlar bilan birlashdim. Mana erligimdan ayrilishimning sababi. Qullardan ikkinchisi so'z boshlabdi. Men, debdi u, 8 yoshlik vaqtimda qulfurush xo'jayinimni har yil faqat bir marotabagina yolg'on gapirib aldiradim. Bir kun mening yolg'onimdan tinchsizlangan xo'jayin meni dallolga topshirdi. Aybimni aytib sotishga buyurdi. Aybi nima? Deb so'radi dallol. Yilda bir marta yolg'on gapiradi, dedi xo'jayin. Dallol meni bozorga soldi. Aybimni aytib xaridorlarga taklif qila boshladi. Shu aybi bilan bahosi qancha? Dedi bir savdogar dallolga. 600 dirham, dedi dallol. Savdogar rozi bo'ldi. Dallol haqi uchun 20 dirham va'da qildi. Dallol savdogardan pulni oldi. Qulfurush xo'jayinimga pulni topshirdi. Meni yangi xo'jayin o'zi bilan birga uyiga olib bordi. Dallol xo'jayindan haqini olib o'z yo'liga qaytdi. Xo'jayin menga qullarga xos kiyimlar kiygizdi. Men yil oxirigacha uning xizmatida kun kechirdim.
Muborak yangi yil kirdi. Bu yil ob-havo yaxshi kelgan edi. Hosil mo'l bo'ldi. Boylar to'kma yedilar. Xo'jayinim ziyofatni shahar chetidagi bog'ida o'tkazadigan bo'ldi. Kerak narsalarning hammasini u yerga eltdilar. Mehmonlarning hammasi to'planishib ovqat yeyishga o'tirdilar. Tush vaqti edi. Xo'jayinga bir narsa kerak bo'lib qoldi. Xo'jayin tezlik bilan shahar hovlisiga tushib, xotinidan u narsani keltirishga buyurdi. Bosh ustiga dedim-da, xachirni minib hovli tomonga yo'l soldim. Hovliga yaqinlashgach, eshikdan biroz narida dodlay boshladim. Ko'zlarimdan yosh oqar edi. Uzoq yaqindan katta-kichik atrofimga to'plandi. Xo'jayinning xotini, qizi ham ovozimni eshitgan ekan, eshikni ochib chiqishdi. "Nima gap?" deb so'rashdi mendan. Xo'jayin mehmonlari bilan bir eski paxsa ostida o'tirishgan edi. Paxsa ag'darilib tushdi. Bu voqeani ko'rib, nima qilishimni bilmay, tezroq sizlarga bildirish uchun xachirni minib yo'lga tushdim, dedim men. Bu gapni eshitishlari bilan xo'jayinning xotini ham, qizi ham yoqalarini pora-pora qildilar. O'zlari urishdi. Ularning yoniga qo'shnilar chiqib kelishdi. Xo'jayinning xotini ko'ziga ko'ringan narsani yerga otar, derazalarni sindirar, devorlarni bulg'atar edi. U menga "Yonimga kelib bu javon, bu chinni asboblarni sindirishga yordam qilsang-chi", deb baqirdi. Men darrov ishga tushdim. Ko'zga ko'ringan, qo'lga ilingan har bir narsani sindira boshladim. Butun binoda tikkaygan bir narsa qolmaguncha ter to'kib ishladim. "Yana nima buyurasiz?" dedim men xo'jayinning xotiniga. U boshiga bir kichik yopinchiq tutib ko'chaga chiqdi. Bolalari ham u bilan birga edilar. Ular "Sen oldinda yur, bizni paxsa ostida o'lgan xo'jayin yoniga olib bor, uni paxsa ostidan olaylik, uyga keltirib, yuvib tarab ko'maylik" deyishdi. Men oldinda yig'lab borar edim. Ular orqada faryod ko'tarib kelishardi. Ko'chada bizni ko'rgan erkagu ayollar yig'iga qo'shilishar, ancha joygacha biz bilan ergashib borishar edi. Ularning ko'ngillariga qarab, shu yo'sinda butun shaharni aylandim. Odamlar voqeani so'rashar, ular mendan eshitganlarini so'zlab berardilar. Kimlar "Xudoyo o'zing asra" deb ketar, kimlar peshonadagi ko'rgulikdan qochib qutulib bo'lmaydi deb ularni yupatishar edi. Kimdir birov "U albatta ulug' kishi bo'lsa kerak, bu voqeani hokimga bildirish zarur" dedi. Ular hokimni voqeadan xabardor qilishdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi, Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 40-kecha. "Ey saodatli shoh", deb davom etdi Shahrizod. Ular hokimga xabar berishibdi. Hokim bu xabarni eshitishi bilanoq bir qancha odamlarga ketmon, belkurak, zambil ko'tartirib yo'lga tushiribdi. Ular mening orqamdan kelar edilar. Men yig'idan to'xtamas edim. Boshimga tuproq sochar, yuzlarimga urar edim. Ulardan oldin ketib boqqa kirdim. Xo'jayin meni bu holda ko'rishi bilan rangi o'chdi, qoni qochdi. Men esa "Endi qaydan topar men ularga fido bo'lsam bo'lmasmidi?" deb baqirar edim. "Nima gap bo'ldi?" deb hovliqdi xo'jayin. "Men uyga kirib qarasam", dedim yig'i aralash. "Uyning devori yiqilib, nuriy chashmlaringizni bosib qolgan ekan. Xotinim omonmi?" dedi u hayajonlanib. "Hech kim omon qolmagan", dedim. "Kichik qizimchi?" dedi u hovliqib. "Yo'q", deb javob berdim. "Xachirchi?" "Yo'q, hurmatli xo'jayin", dedim men. "Uy va molxonaning devori ag'anab tushgan, hatto tovuq, xo'rozlar ham omon qolmay, hammasi halok bo'lgan. Go'shtlarini allaqachon kuchuklar yeb bitirgan." Xo'jayinning ko'z oldi qorong'ilashdi, yuragi siqildi. Dunyo uning ko'ziga tor bo'ldi. Es hushidan ajradi. Kiyimlarini yirtib, qo'llarini chaynadi. Shunday ham og'ir musibat bo'ladimi deb dod faryod ko'tardi. Hamrohlari ham unga hamdardlik qilib yig'ladilar.
Xo'jayin hovliqib bog'dan chiqdi. U boshga tushgan bu og'ir musibat tufayli nima qilarini bilmay tebranardi. Boshqalar ham uning orqasidan chiqdilar. Uzoqdan osmonga ko'tarilgan chang to'zon ko'zga tashlandi. Bir guruh odamlarning shovqin-suroni eshitildi. Qarasak, shahar hokimi o'z odamlari bilan kelayotgan ekan. Ularning orqasidan boyning oilasi va boshqalar kelishardi. Xo'jayinning ko'zi birinchi galda xotini va bolalariga tushdi-yu hovliqib, "Nima ro'y berdi?" deb so'radi xotinidan. Ular esa otalarini ko'rib, o'zlarida yo'q shodlandilar. O'zlarini otalari quchog'iga otdilar. "Falokatdan qanday omon qoldinglar?" dedi xotin eriga. "Sizlar qanday omon qoldinglar? Uyda nima voqea ro'y berdi?" dedi xo'jayin xotiniga. "Bizlar hammamiz sog', uyda tinchgina o'tirar edik. Sening quling yuzlarini yulgan, kiyimlarini yirtgan holda bosh yalang yig'lab borib qoldi. Sen bilan do'stlaring devor ostida qolib halok bo'lganlaringni aytdi. Biz bu yerda tinch va shod o'tirar edik", dedi xo'jayin xotiniga. "Mayda-chuyda keltirish uchun men uni hovliga yubordim. Bundan birozgina ilgari yig'lab kelib, hammalaringizni devor bosib o'ldirganini aytdi, esim og'di." Shu hodisa natijasida xo'jayin bilan mening oramizda nimalar bo'lishini o'zlaringiz ham tushunib olgandirsiz. Bichilishimning sababi shu, debdi ikkinchi qul. Hikoyani eshitgan o'rtoqlar unga, "O'ta ketgan yolg'onchi ekansan-ku", debdilar. "Sen ham boshingdan kechirganlaringni ayt", debdilar uchinchi qulga. "Ey birodarlar", debdi u. "Mening sarguzashtimga qaraganda sizlarniki arzimaydigan voqea. Lekin mening hikoyam uzun, tong otishga oz qoldi. Shuning uchun menikini boshqa vaqtga qoldirsak. Hozir turib sandiqni joylamasak sharmanda bo'lib boshimiz ketishi aniq. Eshikni ochinglar, sandiqni joylab, so'ng sarayga boramiz. Men o'z hikoyamni o'sha yerda aytib beraman", debdi-da devordan oshib tushibdi. Eshikni berkitib sham yoqibdi. Keyin ular tevarak atrofi qabr bilan o'ralgan yerdan bir sandiq sig'arli chuqur qaziy boshlashibdi. Chuqur ichi odam bo'yiga teng kelarli bo'lgach, sandiqni chuqurga tushiribdilar. Uning ustiga tuproq tortibdilar. So'ng maqbara eshigini yopib chiqib ketibdilar. Maqbara xoli qolibdi. G'anim sandiqda nima borligini bilishga orzu qilibdi. Uni ochib ko'rishga qasd qilib, tong g'ira-shira yorishishi bilan daraxtdan tushibdi. Tuproqni qo'li bilan tortib, sandiqni chuqurdan chiqarib olibdi. Sandiq qulflangan ekan. Tosh bilan urib qulfni sindiribdi. Sandiqning qopqog'ini ochib qarasa, bir chiroyli yosh qiz yotgan emish. U nasha bilan xushsizlantirilgan bo'lib, ohistagina nafas olib yotgan emish. Qo'llari bilan ko'kragi pulga topilmaydigan, sultonlar xazinasidagina turadigan qimmatbaho ziynatli asboblar bilan bezalgan emish. G'anim uni xushga keltirish chorasini izlabdi. Har xil shakllarda yotqizibdi, yelpibdi, suv purkabdi. Asta-sekinlik bilan qizning a'zosi harakatga kela boshlabdi. Nihoyat bir aksa urgan ekan, qizning og'zidan bir bo'lak nasha tushibdi. Nasha fil hillasa ham xushsizlantiradigan kuchli ekan. Qiz ko'zini ochib, atrofga nazar tashlabdi. Mayin ovoz va ochiq chehra bilan, "Xayf senga, ey shamol. Qani senda chanqoqlarga shifo berish va ularni erkalab o'ynatish", debdi qiz. "Zahrul Bo'ston", deb chinqiribdi u. Lekin hech kim javob bermabdi. Orqasiga qarabdi. Baland ovoz bilan qator odamlarni yo'qlabdi. "Shajaratud-dur? Nurul Xudo? Najmatus subh? Dunyoda bormisizlar? Nasihat, xilvat, zarifa so'zlanglar axir", debdi. Hech kim javob bermadi. U diqqat bilan atrofni ko'zdan kechirib, ko'p narsalarni xayolidan o'tkazibdi-da, "Afsus", debdi.
Shungacha ham G'anim uning yonida indamay tik turaveribdi. "Ey Saidam", debdi G'anim nihoyat. "Bu yerda sening sevging bilan maftun G'anim ibn Ayyubdan bo'lak hech kim yo'q. Meni sirlardan xabardor Tangri seni bu kulfatdan qutqazish, o'z maqsadingga yetkazish uchun yubordi." Voqeadan xabardor bo'lgan qiz G'animga tikilib minnatdorlik bildiribdi. G'animning ko'kragiga qo'llarini qo'yibdi. "Meni bu yerga kim keltirdi?" debdi qiz yoqimtoylik bilan G'animga. "Ey Saidam, kechasi 3 ta bichilgan qora qo'l shu sandiqni bu yerga keltirdilar", debdi-da, G'anim voqeani boshdan oyoq so'zlab beribdi. Agar uni qutqazmaganda balki yomon bir fojia yuz berishi mumkin ekanligini aytib, qizdan uning tarixini so'rabdi. "Xayriyat, men senga yo'liqibman", debdi qiz so'z boshlab. "Endi sen meni shu sandiqqa joyla. Kirakash eshakmi, xachirmi topib, meni o'z uyingga olib bor. U yerda voqeani so'zlayman. Mendan ko'p yaxshiliklar ko'rasan." G'anim shodlanib ko'chaga chiqibdi. Kun yorishgan bo'lib, ko'chada qatnov boshlangan edi. G'anim bir xachirli kirakash olib kelibdi. Sandiqni xachirga ortibdi. Qizning muhabbati uning diliga borgan sari mustahkamroq joylasha boshlabdi. Sandiq ortilgan xachir yonida G'anim ham yo'lga tushibdi. Qiz shubhasiz 10 ming dinorga arzir, uning bezaklari o'zidan ham qimmatbaho ekan. G'anim o'zida yo'q shod, qizni o'z uyiga olib ketayotganiga o'zi ham ishonmas emish. Nihoyat uyga ham yetib boribdilar. Qissa 36-trek. 41-kecha. "Ey saodatli shoh", deb davom etdi Shahrizod. G'anim qizni sandiqdan chiqarib olibdi. Qiz atrofga razm solibdi. Qarasa, hashamatli bino rangdor gilamlar bilan to'shalgan, har turli qimmatbaho bezaklar bilan ziynatlangan emish. Qiz G'animning katta boy ekaniga shubha qilmabdi. Yuzini ochib, G'animga diqqat bilan tikilibdi. G'anim yosh va chiroyli emasmi? Bir ko'rishdayoq qiz unga muhabbat qo'yibdi. "Yemak uchun bir narsa bering", debdi qiz G'animga mayin ovoz bilan. G'anim bosh ustiga debdi-yu, darrov bozorga jo'nabdi. Qovurilgan barrak go'sht, shiralik ovqatlar, qimmatbaho ichimliklar, gazak uchun har xil quruq mevalar, gullar va boshqalar keltiribdi. Qiz bularni ko'rib kulibdi, shodlanib quchibdi. Yoqimli so'zlar so'zlay boshlabdi. Borgan sari uning muhabbati ortib boraveribdi. Ular ovqatlanibdilar. Ular yoshda ham, husnda ham bir-birlaridan qolishmas ekanlar. Muhabbatning kuchi tufayli bir-birlarining husnlariga to'ymas emishlar. Kech bo'libdi. G'anim o'rnidan turib sham yoqibdi. May va gazaklar keltiribdi. G'anim quyib qizga tutar, qiz quyib G'animga tutarmish. Ikkovlari o'ynashibdilar, kulishibdilar, she'rlar o'qishibdilar. Shodlik oshib boraveribdi. Bir-birlarining muhabbatlari borgan sari ziyodalashaveribdi. Tong otay deb qolganda uyqu bosib, har qaysilari o'z o'rinlarida uxlab qolibdilar. Tong otibdi. G'anim bozorga chiqib yog', go'sht, meva, may va boshqa kerakli narsalar keltiribdi. Ovqatlanibdilar. So'ng G'anim may keltiribdi. Icha boshlabdilar. Sarxushlarcha kulishib, o'ynashib, zavqlanib, shodlanibdilar. Yuz yonoqlari qizarib, mastona qarashlar boshlanibdi. G'animda o'pish, quchish orzusi kuchlanibdi. "Bir o'pishga ruxsat etib, yongan yurak o'tini sovutishga yordam bersangiz", debdi G'anim qizga mastona qarab. "Biroz kut, may boshga chiqsin, o'zimni unutay, so'ngra menga sezdirmay o'psang bo'lar", debdi qiz G'animga. Shundan so'ng qiz o'rnidan turib, bir qavat kiyimini yechibdi-da, yupqa kiyimi bilan o'tiribdi. G'animning boyagi muddaosi yana ham ortibdi.
Men aytganimga ruxsat qilmaysizmi, ey hurmatlim? Debdi G'anim ikkinchi qayta. Sizga bu ish yarashmaydi, debdi qiz allaqanday bir tusda. Chunki mening kiyimim bog'ichlariga juda og'ir so'zlar yozilgandir. G'animning dili vayron bo'libdi-yu, biroq hirsi yana oshibdi. Xohishining amalga oshishi qiyin bo'lgach, shu baytlarni o'qibdi. Topib payt sevgilimga qildim izhor, jarohatli dilim bermoqda ozor. Labingdan bo'lsa ber bitsin jarohat, yetishtir bo'lsadan jonimga rohat. Dedi, oson emas bu bo'lsa xasta, nikohsiz bo'lsaga bo'lma havasda. Haromga iffat ahli labni ochmas, halol qil yo'lni oldin bo'lsa qochmas. Gapir avval menga sen kimligingni, gadomi yurtga yo hokimligingni. Dedim, bu so'zlaringni aytma dilbar, muhabbatda gado hokim barobar. Dedi, bu dug' bilan o'pmoq qiyindir. Dedim, nozing menga jondan shirindir. Dedi, bu noz emas tuhmat gapirma, tahammul et, bu nafs so'zga kirma. Qizning yuragiga o't tushib, sevgisi alangalanibdi. Lekin u o'zini qaytarib, menga yetisha olmaysan deyaveribdi. Bir-birlarining ishqlarida vaqt kechiraveribdilar. Har ikkovlari ham allaqanday xayol dengizida cho'mibdilar, biroq qiz o'zini saqlashda davom etibdi. Kech bo'libdi, uyqu elta yozibdi. G'anim o'rnidan turib sham yoqibdi. Dasturxonga yana yangi yeguliklar keltiribdi. Ishqing asiri maftuningga rahim qil. Axir sen bo'lmaganda dilim bunchalar kulfatlarni tortmas edi, deb yig'lay boshlabdi G'anim. Ey azizim, ey ko'zimning nuri, debdi qiz yigitga. Men seni ortiqroq sevaman, lekin shuni ham unutmaginki, menga yetisha olmasliging muqarrar. Nima monelik qiladi, deb so'rabdi G'anim qizdan hayajon bilan. Qiz, bu kech men senga o'z tariximni so'zlarman. U vaqt sen mening uzrimni qabul qilarsan, debdi-da, G'animning quchog'iga otilibdi. Uning bo'ynidan quchib o'pib yupata boshlabdi. Va'dalar bilan umidlantiribdi. Ular o'ynashib kulibdilar, so'ng yotib uxlabdilar. Shu yo'sinda oradan bir oy o'tibdi. Har kuni G'anim unga taklif qilishini qo'ymabdi. Qiz hamon qarshilik ko'rsatibdi. Muhabbatlari ortib, bir-birlaridan ajralmas darajaga yetibdilar. Bir kech yigit bilan qiz mast holda birga yotar ekanlar, G'anim qizga qo'l tashlabdi. Qo'li asta-sekin pastga tusha boshlagan ekan, qiz uyg'onib qolib o'tirib olibdi. U yoq bu yoqlarni ko'zdan kechiribdi. O'zgarish yo'q emish. Yana ko'zi ilinibdi. G'animning qo'li yana harakatga kiribdi. Lozim bog'ini tortgan ekan, qiz seskanib uyg'onibdi. Yana avvalgicha o'tirib olibdi. G'anim ham yonma-yon turib o'tiribdi. Nima istaysan? Debdi qiz G'animga yarim jiddiy. Birga yotishni istayman, lazzatlansak deyman, debdi G'anim. Men hozir senga o'zimning sirlarimni aytaman. Shunda ehtimol o'zing ham tan berarsan, debdi qiz. Yaxshi, debdi G'anim. Qiz etagining chokini so'kib, u chokni barmoq uchlari bilan yoyibdi-da. Bu yerga yozilgan xatni o'qi, deb xitob qilibdi G'animga. U yerda oltin xal bilan men seniki, sen meniki degan so'zlar yozilgan emish. Xatni o'qib bo'lgach, G'animni titroq bosibdi. Sarguzashtingni so'zlab ber, debdi u qizga. Qiz, xo'p, deb so'z boshlabdi. Men xalifa tarbiyasidagi kanizaklardan bo'lib, ismim Qutulqulubdir. Xalifa meni o'z saroyida tarbiyaladi, katta bo'ldim. Husnim, ko'rkim xalifani maftun etdi. U meni g'oyat sevar edi. Xalifa menga alohida joy belgiladi. Xizmatimga 10 ta joriya tayinladi.
mana bu bezaklarni taqdim qildi. Bir kun xalifa bir yoqqa ketganda Sittu Zubayda kelib, mening joriyalarimdan birini yo'ldan chiqaribdi. Unga uxlayotganimdami, ovqatimga solibmi, boshqa yo'l bilanmi ish qilib, bir hiyla bilan menga nasha yedirishni buyurgan. Joriya xo'p deb qabul qilgan. Shodlik bilan nashani qo'lga olgan. Joriya ilgari Sittu Zubayda xizmatida bo'lib, so'ng menga berilgan edi. Joriya nashani mening ovqatimga solib bergan. Ovqatni yeyish bilan hushim ozib, yerga yiqilibman. Sittu Zubayda bu ahvolni bilgach, meni shu sandiqqa joylatgan. Yashirincha qullarni chaqirib, ularga ham katta in'omlar va'da qilgan. Qullar o'sha kechasi meni olib borib, maqbaraga qanday ko'mganlarni sen o'zing ko'rgansan. Men sen tufayli tirik qoldim. Sen menga ulug' marhamat qilding. Mana mening voqeam. Bu voqeadan so'ng xalifa nima qildi uni bilmayman. Mening darajamni bilginu, lekin hech kimga bildirmagin, debdi qiz G'animga. G'anim qizning xalifaga tegishli ekanini bilgach, orqasiga tislanibdi. U allaqanday xavf ostida qolibdi. Yolg'iz o'zi bir chetga borib o'tiribdi. Xayoli chulg'anibdi. Ayniqsa Qutulqulbga bo'lgan kuchli sevgisi, biroq unga yetishishning mumkin emasligi butun xayolini band qilib ho'ngrab yig'labdi. Taqdirning teskari harakatlari dushmanligidan g'azablanib, shu baytlarni o'qibdi. Oshiq qalbi har doimo qiynaladi, yonadi. Ma'shuqalari tag'ofilda o'z ishqidan tonadi. Shu boisdan ular sho'xi jafokor deb aytilur, jafo qilmas yor bo'lsa u vafodor deb aytilur. Shu vaqt Qutulqulb o'rnidan qo'zg'alib, G'anim yoniga kelibdi. Uni quchib o'pdi. G'animga nisbatan muhabbati yanada ortibdi. Qutulqulb o'zining butun sevgi sirlarini ochibdi. G'anim esa xalifadan cho'chib, biron ish qilishga botina olmabdi. Ular sevgi dengiziga cho'mib, so'zlashar ekanlar, tong otganini ham sezmay qolibdilar. G'anim o'rnidan turibdi-da, kiyimlarini kiyib, odatdagicha bozorga chiqibdi. Kerakli narsalarni olib, uyga qaytibdi. Qarasa, Qutulqulb yig'lab o'tirgan emish. U G'animni ko'rishi bilan yig'ini tark etibdi. Ey seviklim, debdi qiz G'animga. Meni sog'intirib ketding. Sensiz bir soat rosa bir yildak tuyuldi. Mana mening senga bo'lgan muhabbatim darajasi. Menga yaqin kel, o'tganlarni unutib, xohishingni bajar, debdi qiz yigitga. G'anim har kim o'ziga munosib ish qilishi kerak debdi-da, o'zini chetga olibdi. Yolg'iz o'zi bir burchakka borib o'tiribdi. Yigit chetlashgan sari qizning muhabbati avjinar emish. Qiz ham uning yoniga borib o'tiribdi. Ichishibdilar, o'ynab kulishibdilar. Qiz mast bo'lib shu baytlarni o'qibdi. Ohu desam seni yorim, mubolag'am yo'q bunda. Ohularning hunaridir uzoq yerdan ko'z tashlash. Tosh otasan menga desam, yolg'oni ham yo'q bunda. Kiyiklarning ishi shudur, buning uchun bo'lmag'ash. Or aylasang ohulikdan qani o'zing ayt menga, ishq ahlidan nega hurkib uzoqlarga qochasan? Nima uchun yuz o'girib mendek ko'ngli yaqinga qiyo boqmay sapchib irg'ib toshu tuproq sochasan? Sen ey go'zal, dunyodagi go'zallikning parisi, tong otguncha ko'p ko'zlarga bedorlikni o'rgatding. Boy berildi bir ko'rganning fikri, aqli ham emi, bir boqishda yuraklarga o'z ishqingni o'rnatding. G'anim yig'labdi. Qiz ham unga qo'shilib ko'z yoshi to'kibdi. Kechgacha qo'zg'almay ichishibdilar. G'anim o'rnidan turib, ayrim-ayrim o'rin solibdi. Ikkinchi o'rin kimga? deb so'rabdi Qutulqulb G'animdan. Biri menga, biri senga. Bugundan boshlab faqat mana shu tarzda yotamiz, debdi G'anim qizga.
Janobi Oliyning hissasi qulga mamnundir. Qo'ying bu gaplarni, debdi qiz G'animga. Axir har narsa qazo va qadarga qarab oqadi. Izoh: qazo va qadar, taqdir. G'anim qarshilik ko'rsatib, Qutulqulning diliga o't yoqibdi. Uning hirsi tobora ortaveribdi. Qutulqulb G'animga yopishib olib, birga yotamiz, boshqacha bo'lishi mumkin emas, deb xitob qilibdi. G'anim Xudo saqlasin deb u so'zida qattiq turaveribdi. Tong otguncha yolg'iz yotibdi. Qutulqulbning G'animga nisbatan hirsi dambadam ortaveribdi. Shu yo'sinda 3 oy o'tibdi. Qutulqulb ko'p martalab G'animga iltijo qilibdi. Lekin G'anim har safar ham rad javobini beraveribdi. Bu mojaro cho'zilgan sari Qutulqulbning sevgi dardi zo'rayib, azobi ortib, g'am-alam doiralari to'lib toshibdi, yurak bag'ri siqilibdi. Shu ravishda bir qancha vaqt o'tibdi. G'anim qo'rquv bilan hamon o'zini saqlab yuraveribdi. Sittu Zubayda xalifa yo'qligida Qutulqulbga nisbatan qilgan bu ishdan pushaymon bo'libdi. Xalifa kelib surishtirsa, nima qilaman, qanday javob beraman deb tashvishlanibdi. Bir kampirni chaqirib, sirni unga aytibdi. Hasrat qilib maslahat so'rabdi. Kampir voqeaga tushunibdi. "Ey sayyidam", debdi u Sittu Zubaydaga. Xalifa kelishiga oz qoldi. Bir duradgor chaqirib, yog'och odam yasashni buyur. Unga mos qabr qazilsin, qabr ustiga odatdagicha shamdollar osilib, shamlar yoqilsin. Qasrdagilarga qora kiyish buyurilsin. Kanizak va joriyalarga tayinlab qo'y. Xalifa kelgach, ular eshik oldiga chiqib yig'i solishsin. Xalifa voqeani so'raydi. Shunda siz: "Qutulqulb o'ldi. Xudo sizga sabr bersin. Men uni hurmatlab o'z qasriga qo'ydim", deysiz. Xalifa yig'laydi, benihoya xafa bo'ladi. Unga Qur'on o'qitadi. Bordi-yu, xalifa amakimning qizi Qutulqulbni Sittu Zubayda hasad tufayli ataylab halok qilgan deb shubhalansa-da, qabrni ochishga buyursa, undan qo'rqmaslik kerak. Qabrni ochib, qimmatbaho kafanga o'ralgan murdani ko'rish niyatida kafanni ochmoqchi bo'lsa, hamma birdan shariat qoidasiga zid ekanini uqtirib, zinhor yo'l bermasin. U vaqt xalifa qizning o'lganiga ishonch hosil qilib, o'sha yerning o'ziga qayta ko'mdiradi. Senga tashakkur bildiradi, kulfatdan qutulasizlar. Sittu Zubaydaga kampirning tadbirlari ma'qul tushib, uni saropolar bilan mukofotlabdi. Kampirga ko'pgina pul va mollar berib, shu ishni amalga oshirishni buyuribdi. Kampir o'sha ondayoq ishga kirishibdi. Duradgor chaqirib, yog'ochdan odam shaklini yasashga buyuribdi. Duradgor bu vazifani bir zumdayoq ado etibdi. Sittu Zubayda uni kafanga o'ratibdi-da, o'z qasridan qabr qazitib, uni ko'mdiribdi. Shamdollarga shamlar yoqibdilar, qabr tevaragiga palos yoyibdilar. Sittu Zubayda qora kiyib, kanizaklarni ham qora kiyishga undabdi. Qutulqulbning o'lgan ovozasini butun saroydagilar eshitibdilar. Biroz vaqt o'tgach, xalifa safardan qaytibdi. Shoh qarasa, cho'rilar, kanizaklar, qullar qora kiyingan emish. Dili g'ashlanib, Sittu Zubayda qasriga kiribdi. Uni ham qoraga o'ralgan holda ko'rib, ahvol so'rabdi. Qutulqulb o'lganini bildirgan ekanlar, shoh hushdan ketibdi. Hushiga kelgach, uning qabrini so'rabdi. "Ey xalifa", debdi Sittu Zubayda unga. "Har narsadan ko'ra qimmatli bo'lgan Qutulqulbni kamoli hurmatimdan o'z qasrimga ko'mdim." Xalifa safar kiyimdaligicha to'g'ri Qutulqulb ziyoratiga yo'llanibdi. Qabr atrofida paloslar, yonig'liq shamlarni ko'rib, Sittu Zubaydaning qilgan ishiga tahsinlar o'qibdi. Lekin u bu ishdan hayratlanibdi. Boshiga har turli fikrlar kelib, ko'nglida shubha paydo bo'libdi. Shubha g'alaba qilibdi-yu, qabrni ochib, o'likni olishga buyuribdi. Kafanni ko'rgach, uni ochib ko'rishni istabdi.
biroq Xudodan qo'rqibdi. Kampir murdani o'z joyiga qo'yishni taklif qilibdi. Xalifa darrov qariyalar, mullalarni chaqirib Qur'on o'qitishga buyuribdi. O'zi qabr yoniga o'tirib tinmay yig'labdi. Xalifa rosa bir oyni shu yo'sinda o'tkazibdi. Qissa shu yerga yetganda tong 37-trek. 42-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Oradan 4 oy o'tibdi, ammo xalifa hamon shubhada ekan. Bir kun amirlar, vazirlar o'z joylariga tarqalishgach, shoh haramga kiribdi. Biroz uxlamoq istabdi. Uning bosh tomonida ham, oyog'ida ham kanizaklar o'tirar ekanlar. Uyqu g'alaba qilib ko'zi ilinibdi. Oradan ko'p o'tmay uyg'onibdi. Kanizaklar so'zlashib o'tirishgan ekan. Shoh ko'z ochmay quloq solibdi. Xalifaning boshidagi Qazib ismli kanizak oyog'idagi Hayzarot ismli kanizga shunday dermish: Ulug' xo'jamiz xalifa bo'lib o'tgan sirdan xabarsiz. Duradgor ishlagan yog'och odamning qabri ustida kechalarni uyqusiz qayg'u bilan o'tkazayotir. Qutulqulub qayerda? Unga nima bo'lgan? deb so'rabdi ikkinchi kanizak birinchidan. Sittu Zubayda, debdi Qazib so'z boshlab. Qutulqulubga nasha yedirdi. Nasha ta'sir qilgach, uni sandiqqa joyladilar. So'ng Sittu Zubayda Saqob, Buxit, Kofur nomli Habash qullarga uni go'rga eltib ko'mishni buyurdi. Hali shunday degin, Qutulqulub o'lmagan ekanda, dedi Hayzarot Qazibga. Sittu Zubaydadan eshitishimcha, debdi Qazib. Qutulqulub 4 oydan beri Damashqlik G'anim ismli bir savdogar yigit bilan birga emish. Bechora xalifa bu voqeadan xabarsiz yog'och murda qabri tepasida yig'lab tong ottiradi. Kanizlar bu to'g'rida uzoq so'zlashibdilar. Xalifa diqqat bilan tinglabdi. Kanizaklarning gapi tugabdi. Xalifa voqeaga tushunib yetibdi. Bu go'r soxta go'r. Qutulqulub 4 oydan beri G'anim ibn Ayyub yonidadir degan gaplarni eshitib, xalifa behad g'azablanibdi. U o'rindan turib davlat arboblarini chaqirtiribdi. Ja'far Barmaki xalifa huzurida yer o'pibdi. G'azablangan xalifa Ja'farga shunday debdi: G'anim ibn Ayyub deganning uyini izlab top. Uyini taftish qilib, u yerdan mening kanizagim Qutulqulubni keltir. Men uning ta'zirini berishim kerak. Bosh ustiga, debdi Ja'far. Ja'far tegishli odamlar bilan yo'lga tushibdi. Shahar hokimini ham o'z yoniga olibdi. G'animning uyini izlab topib boribdilar. G'anim bozordan endigina taom keltirib, ikkovlari ham ovqatga qo'l uzata boshlashgan ekanlar. Qutulqulubning ko'zi hovli ichiga kirib keluvchilarga tushibdi-yu, falokatga yo'liqqanini anglabdi. Vazir, hokim, ularning yonlarida qilich yalang'ochlagan jazo soqchilari ham bor emish. Ko'z atrofini kiprik o'ragan singari odamlar ham ular atrofini o'rab olishgan emish. Qutulqulub voqeaning xalifa qulog'iga yetganini sezibdi. Rangi o'chib, qoni qochibdi. G'animga qarabdi. Boshingni qutqar, debdi u G'animga ohistagina. Nima qilaman, qayerga boraman, hamma mol-u mulkim shu yerda-ku, debdi G'anim. Joningni qutqazish uchun tezroq o'zingni chetga ol, deb takrorlabdi Qutulqulub. Ey seviklim, debdi G'anim, qanday qilib bu yerdan chiqib ketaman? Hovlini butun o'rab olganlar-ku. Qo'rqma, debdi Qutulqulub G'animga. So'ng uning yangi kiyimlarini yechintirib, eski kiyimlar kiygizibdi. Go'shtlik tog'orani go'shti bilan uning boshiga qo'yibdi. Qolgan qutgan non va ovqatlarni ham unga solibdi. Mana endi bahuzur chiqib ketaver. Mendan xavotir olma. Xalifaning holi menga ma'lum, debdi. G'anim Qutulqulubning so'zini eshitgach, boshiga tog'orani qo'ygancha ular orasidan chiqib ketibdi. O'zining pok niyatiga yarasha ularning jazosidan ham saqlanib qolibdi.
Ja'far Qutulqulbning eshigi oldida arg'umoqdan tushib uyga kiribdi. Qutulqulbga qarasa, u g'oyat bezangan emish. Uyda oltin, kumush va turli qimmatbaho ziynat asboblari bilan to'la sandiq turgan emish. Ja'far kirishi bilan Qutulqulb oyoqqa turib salom beribdi. Tangri xohishini qalam ijro qiladi, ey xo'jam, debdi Qutulqulb mayillik bilan. Bizga faqat G'anim ibn Ayyubning boshini olish topshirilgan, debdi Ja'far mag'rur ohangda. Muhtaram vazir, debdi Qutulqulb Ja'farga. G'anim ibn Ayyub bir qancha mollar to'pladi-da, ularni olib Damashqqa jo'nadi. Shundan boshqa hech nima bilmayman. Malol kelmasa, men bu sandiqni sizda saqlanishini istar edim. Ja'far bosh ustiga debdi-da, kishilarga uni ko'tartiribdi. Qutulqulb boshqalar bilan xalifa saroyiga yo'l olibdi. Qutulqulbni hurmatlabdilar. Lekin Ja'far G'animning uyini tamoman vayrona qilib tashlabdi. So'ng ular xalifaga yuzlanibdilar. Ja'far xalifaga voqeani so'zlab beribdi. Xalifa Qutulqulbni qorong'u uyga olib kirishni buyuribdi. Xalifa G'anim Qutulqulb bilan aloqada bo'lgan deb shubhalanibdi. Shuning uchun u Qutulqulb xizmatiga maxsus bir kampirni belgilabdi. So'ng Damashq amiri Muhammad ibn Sulaymon Uzzayniyga shu xatni olish bilan G'anim ibn Ayyubni tutib menga yubor degan mazmunda bir xat yozibdi. Amir xatni olib o'pibdi, hurmat bilan ko'ziga surtibdi. So'ng u G'anim ibn Ayyubni talamoq istaganlar uning uyiga borsinlar deb jar chaqirtiribdi. Odamlar G'anim ibn Ayyubning uyiga borsalar, onasi bilan singlisi uylarida G'animga qabr yasab, uning yonida yig'lab o'tirgan emishlar. Ularni qo'lga olib uylarini talabdilar. Ona bola gap nimada ekanligini tushunmay hayratlanibdilar. Ularni shoh huzuriga eltib topshirishibdi. Shoh ulardan G'anim ibn Ayyubni so'rabdi. Ular 1 yildan beri uning to'g'risida hech gap eshitmaganliklarini aytibdilar. Shoh ularni ozod etibdi. Hijronda ezilgan G'anim ibn Ayyub bor yo'g'idan ajrab hayronlikda qolibdi. Siqilib, ko'z yosh to'kibdi, ixtiyorsiz ko'chama-ko'cha kezib yuribdi. Bir shaharga kirib borgan chog'da kech kirib, hamma yoq qorong'i bo'lib qolgan ekan. Qorni ochgan, kuchdan tolgan, madarsiz holda bir masjidga kiribdi-yu, devorga suyanganicha tong ottiribdi. Ochlikdan ichi qaltirarmish, badanidan bitlar o'rmalarmish, kiyim boshidan allaqanday jirkanch bir hid anqirmish. Uning ahvoli o'zgaribdi. Bomdod namozini o'qish uchun kishilar kela boshlabdilar. Ular qarasa, bir kishi juda ayanch bir holda yotgan emish. Biroq uning qachondir davlat egasi bo'lgani sezilib turganmish. Kishilar namozni o'qib bo'lib, uning yoniga kelibdilar. U och va yirtiq-chirtiq kiyimda ekan. Uning ustiga eski to'nlar keltirib yopibdilar. "Kimsan? Qayerliksan? Nega buncha zaiflashding, ey mungli?" deb so'ray boshlabdilar. G'anim ko'zini ochib ularga tikilibdi. Ko'zlaridan to'xtovsiz yosh oqarmish, lekin og'iz ochib javob bera olmabdi. Ba'zilar uning g'oyat och ekanini darrov payqabdilar. Turganlardan bir kishi yugurib borib, quloqday kichik bir idishda asal bilan parrak kulcha keltiribdi. G'anim yebdi. Kishilar kun chiqquncha uning yonida o'tirib, so'ng o'z ishlariga ketibdilar. 1 oyga yaqin G'anim shu yerda qolib ketibdi. Uning ahvoli tobora yomonlashib, kasali ortaveribdi. Kishilar uni qizg'anar edilar. G'anim ba'zilar bilan o'z ishi to'g'risida kengashibdi. Ular G'animni Bag'doddagi kasalxonaga borishga maslahat beribdilar. Shu orada 2 gadoy ayol xayr so'rab kirib kelibdi. Ularning biri onasi, ikkinchisi singlisi ekan. G'anim boshidagi nonni ularga uzatibdi. Shu kech ular ham shu yerda tunabdilar. G'anim ularni tanimabdi. Ertasiga o'sha shaharlik kishilar bir tuya keltirishibdi. Ular tuya egasiga shunday deyishibdi: "Bu bechorani ko'tarib, tuyaga o'tqazda, Bag'doddagi kasalxona eshigiga olib borib tushir. Tuzalib ketar, sening xizmatingni bekor qoldirmasmiz."
bosh ustiga, debdi tuyachi. G'animni kishilar masjiddagi yirtiq quroq sholchaga o'rab tuyaga o'tkazibdilar. Haligi ayollar bunga tomoshabinlar qatorida qarab turibdilar. Ular G'animni tanimagan ekanlar. Endigina unga diqqat bilan qarab, azizimiz G'animga o'xshar ekan. Haqiqatda bu G'animmikina debdilar ular bir-birlariga shu topdi. G'anim esa hushsiz ekan. Tuyaga yotqizib arqon bilan o'raganlaridagina ko'zini ochibdi. U voz solib ko'z yoshi to'karmish. Hamma unga qarar, onasi bilan singlisi uning holiga achinib yig'lasharmish. Hamon uni taniy olmabdilar. Ular Bag'dodgacha birga boribdilar. Tuyachi uni Bag'dod kasalxonasi eshigiga eltib tuyadan tushiribdi. So'ng o'z yo'liga qaytibdi. G'anim ertalabgacha dam xushyor, dam xushsiz shu yerda o'tiribdi. Yo'lovchilar unga qararmishlar. Uning shu darajada oriqlab ketganidan qarovchilar ham hayratlanishibdi. Bozor oqsoqoli kelibdi. U odamlarni chetlatib, "Men shu g'aribga bir yaxshilik qilay. Agar uni kasalxonaga kiritilsa, bir kunda o'ldiradilar", debdi-da, o'g'liga bemorni ko'tarib, hovliga olib borishni buyuribdi. Uni uyga olib borib yotqizibdilar. Oqsoqol unga yangi ko'rpa, yangi yostiqlar solib beribdi. Xotiniga parvarish qilib turishni buyuribdi. "Bosh ustiga", debdi xotini. Ayol yenglarini shimarib suv isitibdi. G'animning oyoqlarini, qo'llarini, badanlarini yuvib, qulining kiyimlaridan kiygizibdi. Biroz ichimlik ichiribdi, ustiga gulob sepibdi. G'anim hushiga kelib, seviklisi Qutulqulbni eslabdi. Qayg'usi ortibdi. Endi Qutulqulbdan eshiting. Unga xalifa g'azab qilibdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 43-kecha. "Ey saodatli shoh", deb davom etdi Shahrizod. "Xalifa Qutulqulbga g'azab qilibdi. 80 kungacha uni qorong'u uyda saqlabdi. Ittifoqo xalifa bir kun Qutulqulb turgan joyining yonidan o'tayotib, Qutulqulbning she'r o'qiyotganini eshitdi. Qiz she'rni tugatib shu so'zlarni debdi: "Ey sevgilim G'anim, qanday ko'rkamsan, qanday sodiq va qanday ehtiyotkorsan. Sen menga yomonlik tilovchiga yaxshilik qilding. Seni halokatga eltuvchini hurmat qilding. Sen uning kanizagini himoya qilding. U senga ham, sening seviklingga ham kulfatni loyiq ko'rdi. Mayli, sen bilan xalifa orasidagi bu sir Xudo qozi bo'lib, farishtalar guvoh bo'lganda ajrim bo'lur." Xalifa bu so'zlarni eshitgach, zulm o'tganini tushunibdi. Qasrga kirib, Qutulqulbni yo'qlatibdi. Qutulqulb shoh huzurida bosh egibdi. Uning ko'zi yoshlik, dili g'ashlik emish. "Ey Qutulqulb", debdi xalifa unga, "seni mendan jabrlangan sezayotirman. Meni zolimlikda ayblayotirsan. Yaxshilik qilganga yomonlik qiluvchi deb taniyotirsan. Mening hurmatimni qilgin. Seviklisini tahqirlaganim kim?" "G'anim ibn Ayyub", debdi Qutulqulb. "Sening hurmating uchun u menga yaqinlashmadi axir." "Unday bo'lsa tilagingni, murodingni beraman", debdi xalifa. "Seviklim G'anim ibn Ayyubni istayman", debdi Qutulqulb. Xalifa rozilik bildirib, uni keltirishga buyuribdi. Qutulqulb G'anim kelgach, xalifadan o'zining unga hadya qilinishini o'tinibdi. "Uni keltir. Men seni unga hadya qilaman. Saxiylar hadyalarni qaytarib olmaydilar", deb qo'shimcha qilibdi xalifa. "Menga ruxsat et. Men uni izlay. Zora Xudo bizlarni qovushtirsa", debdi Qutulqulb. "Istaganingni qil", debdi xalifa. Qutulqulb shodlanib, yoniga 1000 dinor tugibdi-da yo'lga tushibdi.
shayxlarni ziyorat qilibdi, ularga sadaqa beribdi. Ikkinchi kun savdogarlar qoshiga boribdi. Och yalang'ochlarga berishni so'rab, bozor oqsoqoliga allaqancha pul beribdi. Keyingi juma kuni yana 1000 dinor olib bozorga boribdi. Zargarlik rastasiga kirib, rasta oqsoqolini chaqirtiribdi. Qo'liga 1000 dinorni topshirib, och yalang'ochlar, musofirlar va g'ariblarga topshirishni so'rabdi. Oqsoqol pulni olar ekan, Qutul Qulbga qarab debdi: "Mening uyimda ko'rkda, fazilda tengi yo'q bir musofir yigit bor. Mening uyimga borib, uni ko'rishga rozi bo'lsang." Bu G'anim ibn Ayyub ekan-u, lekin oqsoqol uni bilmas, o'zicha uni pullaridan ajrab qarzdor bo'lib qolgan, jabrlangan bir musofir yoki seviklisidan ayrilgan bir oshiq deb bilar ekan. Bu so'zni eshitgan hamon Qutul Qulbning yuragi o'ynay boshlabdi. Hayajonga tushibdi. "Sening uyingga meni kim eltadi?" deb so'rabdi oqsoqoldan Qutul Qulb. Oqsoqol bir kichik bolani unga qo'shib yuboribdi. Qutul Qulb oqsoqolga minnatdorlik bildirib yo'lga tushibdi. U oqsoqolning uyiga borib, uning xotiniga salom beribdi. Oqsoqolning xotini uning qarshisida yer o'pibdi, chunki xotin Qutul Qulbni tanir ekan. Qutul Qulb: "Musofir yigit qayerda?" deb so'rabdi undan. Xotin yig'lab: "Ana u yerda bu yigit boshidan ko'p narsalarni kechirgan g'oyati yetukdir" deb uqtiribdi xotin. Qutul Qulb yotgan yigitga ko'z tashlabdi-da: "Bu albatta G'animdir, lekin tamom o'zgargan, oriqlagan bo'lsa kerak" deb o'ylabdi. Ko'p tikilib, umi yoki o'zgaligini aniqlay olmabdi. Uning holiga rahmi kelib, ko'z yosh to'kibdi. "O'z shaharlarida amir bo'lganlar musofirlikda miskin bo'ladilar", debdi u. Kasalga ichimlik tutibdi, dori ichiribdi, anchagina vaqt uning boshida o'tiribdi. So'ng qasrga qaytibdi. Qutul Qulb G'animni so'roqlab hamma bozorlarga birma-bir boribdi. Oqsoqol G'animning onasi bilan singlisini keltiribdi. "Bular ona bola", debdi oqsoqol Qutul Qulbga. "Shu kun bizlarning shahrimizga kelgan musofirlardir. Bu ko'rkam chehrlarda allaqanday ulug'lik asari bor, lekin ular qora shol kiyganlar. Har ikkisi ham bo'ynlariga to'rba osgan, ko'zlari namlik, dillari alamlikdir. Men ularni senga keltirdim. Bularni bir yerga joylab tarbiya qilinsa, zora seni ham, meni ham shu tufayli Tangri yarlaqasa. Bular odamlardan xayr sadaqa tilashga loyiq kishilar emas." Bu so'zlar bilan menda ularni ko'rishga ishtiyoq qo'zg'atdingiz. Qani ular? Debdi Qutul Qulb. Oqsoqol ularni kirishga buyuribdi. Fitna bilan onasi Qutul Qulb yoniga kirishibdi. Qutul Qulb ularga tikilibdi. Ular g'oyat ko'rkam emishlar. Qutul Qulb ularga qarab yig'labdi. Bularda allaqanday ulug'vorlik sezibdi. "Ey malikam, sen bilan biz savoblik uchun ezilgan faqirlarni sevamiz", debdi oqsoqol. Bular esa zulm o'tgan, ezilgan, xonimonidan ajralgan kishilar ko'rinadilar. Ular ho'ngrab, yig'lab yuborishibdi. Hijronda azoblangan o'g'illari G'animni eslashibdi. Yig'i yana avj olibdi. Qutul Qulb ham bularga hamdard bo'libdi. So'ng onasi: "Izlab yurgan kishimiz G'anim ibn Ayyubga yo'liqtirishini Xudodan so'raymiz", debdi. Qutul Qulb bu so'zni eshitgach, ularning biri seviklisining onasi, ikkinchisi uning singlisi ekanini bilib ho'ngrab yig'lay boshlabdi. Hatto hushidan ham ketib qolibdi. Oradan biroz o'tgach hushiga kelibdi. Ularga yuzlanib shunday debdi: "Sizlar xafa bo'lmanglar. Bugun baxtli hayotingizning birinchi kuni, qayg'uli soatlaringizning so'nggi daqiqasidir. Bundan so'ng g'am alam sizlarga yotdir." Qissa shu yerga yetganda tong 38-trek. 44-kecha. "Ey saodatli shoh", deb davom etdi Shahrizod. Qutul Qulb
Ularga xafa bo'lmanglar debdi-da, oqsoqoldan ularni o'z uyiga olib borishni so'rabdi. Biroz pul berib, ularni hammomga olib borib yuvuntirish, yangi kiyimlar kiygizish, ularga g'amxo'rlik qilish zarurligi, ularni hurmat qilish kerakligi bu gaplarni bekami ko'st xotiniga uqtirishni o'tinibdi. Ikkinchi kun Qutulqulb otlanib, oqsoqolning uyiga boribdi. Uning xotini bilan ko'rishibdi. Oqsoqolning xotini uni hurmat bilan qarshilabdi. Qilgan marhamatlari uchun tashakkur bildiribdi. Qutulqulb oqsoqolning xotini ularni hammomga olib borgani, yangi kiyimlar kiygizganini ko'ribdi-da, ular bilan so'zlasha boshlabdi. So'ng Qutulqulb xotindan uylarida yotgan bemorning ahvolini so'rabdi. Xotin uning bir xilda ekanini aytibdi. "Turinglar", debdi Qutulqulb ularga. "Bemorning yoniga borib uni ko'raylik." Qutulqulb oqsoqolning xotini, G'animning onasi, singlisi o'rinlaridan qo'zg'alibdilar. Hammalari bemor yoniga kirib o'tiribdilar. Hijronda ezilgan G'anim ibn Ayyubning qulog'iga Qutulqulbning so'zi eshitilibdi. U juda holdan toygan, terisi borib ustixoniga yopishgan ekan. Mayin, shirador ovozni eshitib, jon qayta kirgandek bo'libdi. Yostig'idan boshini ko'taribdi-da, "Ey Qutulqulb", debdi zo'r-bazo'r. Qutulqulb unga qarab diqqat bilan kuzatibdi. Uning G'anim ekanini bilibdi-yu, chaqirig'iga "Labbay" deb javob qaytaribdi. "Menga yaqin kel", debdi G'anim. "Seviklisidan uzoqda azoblangan G'animmisan?" deb so'rabdi Qutulqulb. "Ha, men G'animman", debdi yigit ohista. Onasi bilan singlisi uning so'zlarini eshitib, ixtiyorsiz dodlab yuborishibdi. Kamoli shodlikdan hushsizlanib yiqilishibdi. Hushlariga kelgach, Qutulqulb "Shukrlar bo'lsin. Xudo sen bilan ham, onang va singling bilan ham diydor ko'rishtirdi", debdi-da, G'animga yaqinroq o'tirib unga butun voqeani so'zlabdi. Xalifa G'animni afv etganini, uning ko'rish istagini, Qutulqulbni unga bag'ishlaganini mukammal so'zlabdi. G'anim g'oyat shodlanibdi. So'ng u onasiga, singillariga qarab ular bilan so'zlashibdi. Qutulqulb "Men kelguncha shu yerdan siljimanglar", debdi-da, o'rindan turib qasr tomon yo'l solibdi. G'animning uyidan olib borgan sandiqni ochib, undan allaqancha dinor olibdi. Pullarni oqsoqolga keltirib beribdi. "Bu pullarni oling-da", debdi Qutulqulb oqsoqolga. "Ularning har biriga eng oliy kiyimlardan 4 bosh oyoq saropolik va boshqa kerak narsalar oling." Keyin o'zi ularni hammomga eltibdi. Xodimlarga ularni yuvintirishni buyuribdi. Hammomdan chiqishlariga olma va boshqa mevalar suvidan sharbat tayyorlatibdi. Ular hammomdan chiqishgach, kiyimlar kiygizibdilar. Qutulqulb ular yonida 3 kun turibdi. Ular uchun eng lazzatli taomlar, sharbatlar tayyorlatibdi. Ular ancha tetiklanib qolibdilar. 3 kundan so'ng Qutulqulb ularni yana hammomga eltibdi. Hammomdan chiqishgach, yana yangi kiyimlar kiygizibdi. Qutulqulb xalifa saroyiga yo'l solibdi. Xalifa qarshisida yer o'pib, voqeani xalifaga aytibdi. Sevgi o'tida kuygan G'anim ibn Ayyub o'g'lining dardi tufayli ezilgan ona va ko'p azob chekkan singlisining ham topilganini so'zlabdi. Xalifa Qutulqulb so'zini eshitgach, qullarga G'animni keltirishni buyuribdi. Ja'far yo'lga tushibdi. Qutulqulb yo'l boshlab boribdi. U G'anim huzuriga kirib, "Xalifa seni yo'qlaydi. Biz seni xalifa huzuriga olib ketish uchun keldik", debdi. Qiz G'animni xalifa huzurida dadil turib yoqimli iboralar bilan nutq so'zlashga undabdi. Unga qimmatbaho kiyimlar kiygizib, ko'pgina dinorlar beribdi. Xalifa huzuriga kirganda pullarni uning yonidagi odamlarga ehson qilishni tayinlabdi. Shu orada Ja'far ham kirib kelibdi. G'anim Ja'farning hurmatini bajo keltirib o'rindan turibdi. Salom berib qarshilabdi, yer o'pib olqishlabdi. G'animning baxt tongi yorishibdi. Iqbol yulduzlari porlabdi. Ja'far G'anim bilan yo'lga tushibdi. Xalifa saroyiga kirib boribdilar. G'animning ko'zi xalifa yonidagi vazirlar, amirlar va boshqa savlatli davlat arboblariga tushibdi.
u o'zidagi bor mahoratini ishga solibdi. G'oyat yoqimli va nihoyatda fasih so'zlashga kirishibdi. Boshini quyi solib, shu baytlarni o'qibdi. Martabasi yuksak go'zal, lutf ihsoni bepoyon ey ulug' zot, salomingga podshohlar bosh qo'ymish. Ulug' maqsad egalari kimlardir senga ayon, sendan qochib qutulolmas maxfiy sir ham mushkul ish. O't ham suvning balosiga kim duchordir seni der. Sajda qilur oyog'ingga xaloskori sendirsan. Nohaq sitam ko'rganga em darkordir seni der. Zulmzadalar soyaboni madadkori sendirsan. Dashtu sahro torlik qilur lashkaringga hashamga. Yulduzlarni qoziq qilib chodiring tik osmonga. Hayron qolsa farishtalar arkoni muhtashamga. Dog'ruqlaring shamol kabi tarqalsin keng jahonga. Aqling 7 iqlim uchun bo'lsin doim barobar. Yer yuzida adolating daryo bo'lib mavj ursin. Madhiyangni shu she'r bilan qilmoqchiman muxtasar. Siyosatda, adolatda kamolating o'qilsin. G'anim she'rni tugatibdi. Xalifa uning ifodali, yoqimli va juda jozibador she'ridan g'oyat zavqlanibdi. Qissa shu yerga yetganda tong otdi. Shahrizod hikoya aytishni to'xtatdi. 45-kecha. Ey saodatli shoh, deb davom etdi Shahrizod. Xalifa she'rdan g'oyatda zavqlanibdi. Yaqinroq kel, boshingdan o'tganlarni menga so'zla, debdi shoh. G'anim shohga yaqin o'tirib, boshiga tushgan tashvishlarni boshdan oyoq so'zlabdi. Xalifaning G'animga rahmi kelib, uning uchun turli anjomlar bilan mukammal ziynatlangan maxsus bino belgilabdi. Onasi bilan singlisini keltirishibdi. Qutulqulov G'animga nikoh qilinibdi. Shu kecha G'animning singlisi Fitna ham shohga nikohlanibdi. Podshoh Umar Nu'mon, uning o'g'li Sharrikon va qizi Zulmakon hikoyasi bundan ham qiziq, dedi qiz shohga. Qani shu hikoyani ayt, dedi shoh. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni Ahmadjon Mirzayev o'qidi. Ovoz rejissyori Ilhom Oripov. Studiya badiiy rahbari Isroil Oripov. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, fevral 2017-yil. Hurmatli kitobxon, San'at Gulshani ovoz yozish studiyasida yozilgan audio kitoblardan nusxa ko'chirish, ularni tarqatish va tijorat maqsadlarida foydalanish O'zbekiston Respublikasining mualliflik huquqlari to'g'risidagi qonun talablariga ko'ra qat'iyan man etiladi. Qonun buzilishi aniqlangan taqdirda tegishli huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan chora ko'rilishi to'g'risida studiya